mana shu maqom deb zapsni qo'yib beradigan bo'lsangiz, hozirgi yosh bolalarga, hozirgi masalan o'smir bo'ladimi, mana boboylar, chollar deydi. Shu tarelka o'zi nima ish qilib beradi? Misol uchun maqom deb bo'lmaydi. Maqom desa уже feodalniy muzika nima deydi, kerak emas. Maqomning asosi 12 maqom, 12 maqom Erondan keladi. Eronning Sosoniylar saroyida aytilgan, Qisra Parvez saroyida, undan keyin bizga yetib kelgan deb shunaqa yozilgandi. Boyaga hayvon tiliga kiradi, san deydi, "Men ustimdan kuldingmi yo meni yaratuvchi ustimdan kuldingmi?" Ustozimiz aytar edi, bu dunyoda original narsani kashf qilgan bitta xalq bor, Shumerlar. Uspenskiy deymiz, bu Uspenskiyni masalan qilgan ishi u O'zbekistonga ham katta bir foyda keltirgan. O'zi rus bo'lishiga qaramay, bu odam aslida fitratni buyurtmasi bilan keladi. Xuddi bizdagi shashmaqom shaklida tojiklarda ham bor-da. Hattoki qaysidir ma'noda autentikroq, chunki Buxoroda asosan forscha aytilgan. Xuddi o'sha eski forscha matnlarni tojiklar saqlab qolyapti, ona tili bo'lgani uchun. Xo'p, barchaga assalomu alaykum. Bu Qurultoy podkastining navbatdagi soni, eslatib o'taman, 4-mavsum. Bugun biz yana o'zbek musiqasi tarixiga yuzlanamiz, zero bu nihoyatda keng mavzu va o'ylashimcha tinglovchilarimizga bu mavzu har doim qiziq bo'lib kelgan. Bugun biz o'zbek musiqasining katta janrlari haqida gaplashmoqchimiz. Bular Xorazm suvorasi va Farg'ona katta ashulasi. Ular yurtimizning bir-biridan uzoq hududlarida shakllangan bo'lsa ham bugungi kunda mamlakatimizning, xususan mintaqamizning turli hududlarida katta qiziqish bilan tinglanmoqda. Qolaversa ularning shakllanishida o'ziga xos umumiy ildizlar mavjud. Bugun bu haqda mehmonimiz, musiqa tarixchisi va nazariyotchisi Shavkat aka Matyoqubov bilan gaplashishga ahd qildik. Zero ustoz birinchi marotaba tashrif buyurishlari emas, o'tovimizga bu ustoz ishtirokidagi nasib 3-suhbatimiz bo'ladi. Ustoz, sizni o'tovda takroran ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz va nazarimda suhbatimizni suvora va katta ashula janrlari haqidagi umumiy tasavvurlar, bu qanday janrlar o'zi kabi savoldan boshlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat ustoz, so'z sizga. Assalomu alaykum avvalambor. Endi mana suvorani ham aytadigan bo'lsa, katta ashulani ham, ularning bir o'xshashlik jihatlari ham va ayro jihatlari juda ko'p. Endi aynan suvoradan boshlaydigan bo'lsak, ustozlarimiz aytishadi, ko'p ustozlarda har xil versiya deymizmi, har xil talqinlari bor. Masalan, bir xil ustozlar aytadi, bu otga bag'ishlangan. Misol uchun mana boshqa xalqlarda mana galop deydi, misol uchun ukrainlarda, yana bir boshqa xalqlarda otga bag'ishlangan musiqiy asarlari juda ham ko'p deydi. Bu ham deydi suvora aynan o'sha otlarga bag'ishlangan deb aytiladi. Yana bir xil ustozlar aytadiki, bu deydi mana qadim zamonlarda masalan televizor yo'q, radio yo'q. O'sha paytlarda suvoriylar jarchilar o'rnida ishlatilgan. Misol uchun bir urush keldi, har bir ovuldan kamida bir 100 tadan askar olib kelish kerak. O'sha suvoriylarni yuborib yuboradi-da, suvoriylar endi borib turib, menga o'sha bolangni berasan desa, urib o'ldiradi uni. U unaqa demaydi-da, o'sha aytilgan farmonni she'r qilib olib boradi. She'r qilib olib borib, ohang bilan yig'lab aytadi. Misol uchun yig'lab, mana shu yurtimizga masalan dushman keldi, u keldi, mana shuni hozir aniq qilishimiz kerak. Bu yig'lab borgandan keyin odamlar, deydi, bolam bor urushib bergin deydi, dushmanni yo'qotaylik deb bolasini o'zi da'vat, ota-onasini o'zi da'vat etadi. Undan keyin o'sha ohanglarni xalq eslab qolib, o'sha qaysi asarsa o'sha suvoriylar aytadigan anaqadan aytib berib turib, hofizlarga mana shunaqa zakazlar deymizmi, o'sha buyurtmalar bo'lgan. Endi undan tashqari yana bir xil ustozlar aytadi, bu mosuvo bo'lmoq, ya'ni o'sha sufiylik yo'nalishida o'sha masalan birinchi oshiq bo'lish
bo'ladigan bo'lsa, oxirgisi o'sha haqiqat deydi, tariqat, boshqa bosqichlari bor. O'sha yerda orasida mosuvo bo'lmoq, ya'ni o'sha Allohning ishqida bir yonmoq, kuymoq degan ma'noda mana shu qalandarlarning janri bu deb ham aytishadi. Yana bir ustozlar borki, otni yurishidan olingan, ya'ni otni yurish usulidan. Lekin hozir bu versiyalarning hammasidan bir, endi meni o'zimni shaxsan o'zimning fikrim, endi otni yurishi ham emas u, o'sha suvoriylar haqiqatan o'sha yurib borib aytib borgan narsa, masalan, menimcha to'g'ri. Misol uchun mana otni yurishi deydigan bo'lsak, usuli o'xshamaydi. Usuli da bum ka bum otni yurishi deydi masalan. Uni urishi bilan buni ancha farqi bor. Keyin misol uchun otga bag'ishlangan deydigan bo'lsak, buni so'zlarini masalan to'g'ri ozgina o'zgargan bo'lishi mumkin, vaqti kelib anaqa qilgan bo'lishi mumkin, lekin so'zlari asosan mana keyinchalik mana o'sha suvoriylardan qolgan janr deydigan bo'lsak, o'sha suvoriylarning ohangidan qolgan deydigan bo'lsak, bu anaqa musiqaga asosan diniy yoki tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan she'rlar aytilgan. Mana mosuvo bo'lmoq degan anaqaga keladigan bo'lsak, butunlay dinga burib yuborish ham sal noto'g'riroq. Masalan, endi buni Xorazmda asosan o'sha to'ylarda, endi ayniqsa o'tirishmalar, erkaklarning o'tirishlarida, masalan, ey o'g'il haddingda tur, otang seni sotganda ham degan masalan so'zlar bor. O'shalarni masalan aytish uchun aynan o'sha suvoriylar kerak. Endi suvoriylarning asosiy mayli qayerdan kelib chiqishi, nimasi bir har xil nimalarga uchraymiz, lekin asosiy maqsad suvoriyda shunaqaki so'z aytish. Misol uchun maqomni ijro etayotganda so'ziga juda ham e'tibor berilmaydi. Qaysi so'zni aytyapti, nima qilyapti, u narsa bilan odamning anaqasi ishi yo'q. Suvorada bo'ladigan bo'lsa, aynan xohlagan, masalan, muhammas bormi, xohlagan g'azal bormi, sabt suvora va suvoralarda ijro qilinaveradi. Ana ayniqsa aruz vazni bo'ladigan bo'lsa, aruz vaznini bemalol ijro etish mumkin va shunaqangi bir so'zlar ishlatiladiki, asosan nasihat omuz. Endi katta ashulani olib qaraydigan bo'lsak, katta ashula ham musiqa asboblari jo'rligisiz ijro etiladigan janr. Buni endi masalan bog'ron qo'ysam xudo, endi yuqori ovozda ijro etiladi. Hali ko'rsatuvimiz so'ngida bir nima qilamiz. Endi o'sha ijro qilinadigan asarni u ham so'z aytish, maqsad so'z aytish deb aytdi. Masalan, o'sha odamlarga o'sha qaysidir g'azalni, qaysidir masalan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan bir she'rni yetkazish. O'shanaqa nimalar bilan katta ashula ham, suvora ham o'xshashlik jihatlari juda ko'p. Endi bundan tashqari masalan mana suvoralar ham ilgarilari faqatgina dutorda ijro qilingan. Torni kelib chiqishini aytadigan bo'lsak, masalan toramchi hozirgi kunda masalan Xorazmda tor, doira, akordeon masalan o'sha sozlar bilan ijro qilinyapti hozirgi suvoralar, lekin ilgarigi davrlarda bittagina dutorda ijro qilingan. Endi torni ham masalan mana Ozarbayjonni Shirvon mamlakati, endi Ozarbayjon degan Shirvon mamlakatidan o'sha podshosi kelib turib Feruz xonning oldiga keladi. Hali u paytda Feruz xonni hali ruslar bosib olmagan. Yili to'g'risi yili hozircha anaqa esimda yo'q. Shu kelgan paytda bu musiqachilar bilan keladi, musiqachilar ijro qilib beradi, bittasi torda chaladi, bittasi kamonda chaladi, doira chaladiganni ashula aytib beradi. Ashula aytib ham doira chaladi. O'shuna qilib ijro etganini xon ko'radi-da, o'zini Matyoqub Pozachi degan bir zo'r sozandasi ham usta bo'ladi. Shu ustani chaqiradi-da, mana shuni bir ko'rgin torini chiroyli ekan deganda Pozachi borib turib o'sha o'lchovlarni o'lchaydi, hamma joyini o'lchab chiqadi-da. Bir oiladan keyin instrumentni o'sha musiqiy sozni xonga ko'rsatadi. Keyin xon qani o'sha sozandalar bilan chalchi deydi. Endi sozandalar ham o'tirib o'shdi. Sozandalar bilan chalchi desa, torni chalsa, jaranglatib chalsa, endi sozandalar kimlar masalan? Sato, uni ovozi ham past chiqadi. Dutor, kichkinagina, tambur, kamoncha, doira ham kichkinagina, faqat bumbakni ushga yaraydi xolos, uni paqillatib chaladigan doira emas. Ana o'shanaqalarni past instrumentlarni o'sha sozlarning oldida bu soz juda baland eshitiladi. Keyin podshoh xon aytadi, qo'y kerak emas. Narigilarni o'zi yaxshi, sekin, jimgina. Endi bularga unaqa baland ovoz yoqmaydi-da. Masalan, o'sha pastdan chalib tursa, o'tirib fikr sursa,
turib bir o'sha xalqimni nima qilsam shu yaxshi bo'ladi degan maqsadda fikr surib o'tiradigan, ularni chalg'itadigan bo'lish kerak emasda bu musiqa. Ana o'shana qilib fikr surib turgandan keyin qani endi bir ashuladan ham bo'lsin degandan keyin ana maqomlarni ashula yo'llariga o'tib ketilganda ana o'sha tor boyagi Matyoqub pozachi yasagan torni bu shu bilan uyda yotadi bu. Uyda devorda osib qo'yadi, shu bilan turadi, necha yillar turadi, mana revolyutsiya bo'ladi, orada boshqa bo'ladi. Vaqtlar o'tib mana bola baxshi deymiz. Bola baxshi Qurbonnazar Abdullayev o'zi asl ismlari bu bolalikdan baxshi bo'lganligi uchun shu bola baxshi deb aytilgan. O'sha bola baxshi teatrga direktor qilib qo'yadi bola baxshini. Xorazm teatriga, o'sha Xorazm teatrida direktor bo'lgandan keyin dutorda chalib doston aytadigan bo'lsa, endi ilgarilar masalan o'sha kichkina davrlarda nima deydi bir kamchilik odamlarga bir doston aytib beradigan bo'lsa, endi revolyutsiya davridan keyin san'at xalqniki bo'lgandan keyin tumonat odam 1000-2000 odamga dutorda baxshi o'sha doston aytish sal qiyinroq, mikrofon yo'q paytlarda. Ana endi bir yaxshi ana qiladigan bir so'z kerak. Shular o'ylanib yurib o'sha Matyoqub pozachining uyiga boradi. Matyoqub pozachining o'g'lidan amallab torni oladi. Torni olib turib torda chaladigan bo'ladi. O'sha tor endi bola baxshi ham chapaqay bunaqasiga chaladi. Ana chapaqay chalib ijro qilganda ovozi ham baland, uni ham ovozi baland chiqadi. Shu bilan qancha odam bo'lsa ham o'sha ko'chada turib ham dostonni aytib ketaveradi. Ana o'shandan keyin tor chalib ijro qilish juda ham rasm bo'ladi Xorazmda. Mana undan keyin Komiljon Otaniyozovlar, mana boshqa mana Otajon Xudoyshukurlar, mana Olmog'on Hayitova, hattoki ayol kishilar ham tor chalib ijro qilishadi. Ana shundan keyin suvoralar ham tor bilan ijro qilinadigan bo'ldi. Ana suvoralarni tor bilan ijro qilgandan keyin albatta doira kerak bo'ladi. Dutorda bo'lsa, dutorning o'zi shtrixlari masalan doira talab qilmaydi. Past instrument soz bo'lgan taqdirda ham o'zini usuli o'zida. Ana o'shana qilib suvoralarni aynan torda ijro qiladigan bo'lib ketishdi. Ana endi katta ashulani olib qaraydigan bo'lsak, katta ashula ham ilgarilari musiqa sozlarisiz ijro qilinardi. Bironta ham soz qo'shmasdan, yo'q, to'xta, sozini qo'shma. Menga o'sha lani berib yubor yoki solni berib yubor deb turib, la solni eshitib turadi-da, katta ashulasini aytib ketaveradi. Endi keyinchalik mana vaqtlar o'tib bularga musiqiy sozlar masalan jo'rnovoz bo'ladigan bo'ldi. Masalan mana Fattoxon akani topmadim degan asarlariga ham ansambl ishtirok etgan. Keyin masalan Nabolg'ay degan asar bor. Rang raqabum raqbum bum raqataqataqqa bum rang bum bum ketadi. Ana unga ham masalan musiqiy sozlar ijrosida chiroyli chiqqandan keyin bu yaxshi bo'pti mana. Ana endi katta ashulaning o'zi qolgan, o'zi ashulasi qolaveradi, usulga tushmaydi. Anaqaga tushmaydi, lekin musiqiy sozlar ularni nima deydi, ozgina qo'llab turadi. Ana endi bularni katta ashulani ham bir kelib chiqish haqida ozgina nima qiladigan bo'lsak, katta ashula buni ham kelib chiqishini o'sha nima deydi, odamlarni kimlardir aytadi, odamlar shunaqa masalan odamlarga aytib, "Ey palon kaslar, palon narsa bo'ldi", farmonlarni yetkazishda, boshqalarni yetkazishda o'shanaqa uzoq cho'ziq ovozlar bilan yetkazib, hamma uzoq masalan oddiy baqirib gapirganda ham farmon deganda ham anaqa farmon desa u eshitiladi ko'pchilikda. Masalan hozir farmon desam, koridordagi odam eshitmaydi. Farmon deb baqirsam masalan endi nima deydi, cho'ziq ovozlarni baribir odam ilg'ab qoladi. Nima dedi deb turib boshqatalab eshitmoqchi bo'ladi, boshqani o'shana qilib cho'ziq ovozlarda she'rlarni, so'zlarni masalan mayli nima deydi, aruz bo'lmasa ham oddiy she'rlarni shuna qilib ijro qilib anaqa qilgandan keyin keyinchalik mana musulmonchilik dini kirib kelganida mana zikr degan narsalar. Zikrlar bor. Ana zikrda masalan hamma masalan Mavlaviya tariqa. Mana hozirgi Turkiyada ham bor bu narsa. Mavlaviyalarda masalan bir odam o'rtada turadi, o'sha suralardan, oyatlardan chiroyli ovozda, yuqori ovozda aytib turadi, atrofida aylanib, aylanib odamlar aniq turadi. Ana bir xil olimlar aytadiki, mana shu zokirni aytadigan narsasidan kelib chiqqan katta shular deydi. Bir xil aytadiki,
bu narsa deydi o'sha mana bir xil paytlarda musiqiy sozlarni ko'rish, man chalish, man uyda osilib turish ham harom degan narsalarni aytib o'tishdi. Misol uchun shunaqangi bir davrlar ham keldida. U hozirgi davrda hozirgina o'ylab topilgan narsalar ham emasdi. U qadimdan ham bo'lgan shu narsa. Xurofot davri deymiz. O'sha davrda ham masalan shundan instrumentlarni tashab xonandalar hammasi tarelka ko'tarib o'sha katta ashulachi bo'lib ketdi degan bunaqa ham bir fikrlar bor. Lekin Uspensky mana Uspensky deymiz, bu Uspenskiyni masalan qilgan ishi u O'zbekistonga juda ham katta bir foyda keltirgan. O'zi rus bo'lishiga qaramay, bu odam aslida fitratni buyurtmasi bilan keladi. Fitrat unga paloncha oltin va'da qiladi. Mana deydi, mana shu shashmaqomni yozib bersang deydi, mana shuncha oltin beraman senga. Deb turib o'sha va'da qilganda bo'ldi deydi. Bu ham endi ikkalasini anaqa so'zlashuvlari bor, uni kitobi ham bor. Ikkalasini xatlari degan kitob. Ana o'sha kitobda yozilishicha bir-biri bilan rosa suhbat qiladi. Bularni asli tanishtirib qo'ygan ham Bilayev. Bilayev degan u ham musiqashunos olim. U ikkalasini tanishtirib qo'yib o'sha eng zo'ri Uspensky, mana shu bitta eshitgan narsani shunday notaga yozib ketadigan, shu darajada nima deydi, zukko kompozitor deb aytadi. Keyin shu bilan ikkalasi kelishadi, o'sha va'da qilingan oltinlarni ham, boshqalarni ham hammasini oldiga qo'yib qo'yadi Fitratda, qani boshla. Mana bir shartim bor deydi. Sharti shuki, yozgan notasini Buxoroda hech kim bilmaydi. Buxoroda hech kim notani masalan tushunmaydi-da, nima anaqa yozilishini ham, buni o'qilishini ham, qanaqa o'qilishini ham bilmaydi. Shu bilan bir shartimiz deydi, hozir yozib olasan, mana ustozlar bor, shashmaqomni aytib beradi senga, chalib deydi. O'shani yozasan-da, keyin oxirida o'sha ustozlar o'tiradi, ularga imtihon topshirasan o'sha notalardan, o'zing aytib berasan. Keyin shuna qilib turib Otajalol keladi, Otajaloldan yozib oladi. Hamma notalarni, aytib yo'lini hammasini yozadi. Keyin Otaga yozdan ham hamma o'sha cholg'u yo'llarini hammasini yozib, chiroyli qilib yozib bo'lgandan keyin bularga imtihon topshiradi, imtihonni a'lo darajada o'tadi. O'sha oltinni shunaqangi bir joyi borki, men deydi, yaxshi ko'rib qoldim betni deydi. Mana shu oltining men faqat o'zimni xarajatlarimga olaman xolos deydi. Qolganini deydi, o'sha bechoralarga yetkazasan. Endi bu shu davrda yozish jarayonida masalan aholini qanaqangi sharoitda yashayotgani, misol uchun o'sha boj xiroj deymiz, misol uchun Buxoro xalqi masalan Rossiyaga qancha yuboryapti-yu, xalqini masalan sal nochorligi, boshqaligi ko'rib turibdi hammasini. Ana o'sha davrni ko'rib mana shu nochor oilalarga berasan. Men o'zimni xarajatlarimga olaman xolos deb o'ziga yetarligini oladi, qolgan oltinni o'shalarga berdiradi. Endi Uspensky undan tashqari katta ashulalarni ham borib tadqiq qiladi. O'tay Farg'onaga boradi, Farg'onadagi katta shu eshitgan narsa, masalan ko'chada ketyapti, to'y ketyapti, to'y bo'lib turibdi. Shu to'yni ham eshitib, o'sha yerda nima ohang ketayotgan bo'lsa, o'sha notaga yozib olib ketadi. Keyin bu yoqda nimani surnayni eshitsa, surnayni, keyin o'sha paytda buni katta ashulachilarning oldiga olib borishadi. O'sha paytda katta ashulachilarning bir eng markazi Beshariq. Beshariqda eng katta Qo'qon ham o'zi aslida mana Farg'ona vodiysi deymiz-ku. Farg'ona vodiysida ham buni maktablari juda ham zo'r rivojlangan bo'lgan. Eng katta maktab o'sha Beshariq deb oladigan bo'lsak, Qo'qon maktabi, Namangan, Andijon, Marg'ilon maktabi. O'sha maktab yana bularning hammasini o'ziga xos bir ijrolari bor. Misol uchun mana oddiy qilib aytadigan bo'lsak, Beshariq maktabi so'z tanlaydi bular. So'zni, yaxshi so'zni aytib ijro qilish kerak. Ikkita odam aytadimi, uchta odam aytadimi, bitta odam aytadimi, o'sha so'zni chiroyliligini, keyin undan tashqari mana aruz vaznida bo'lishi kerak, bu sharti. Bundan tashqari bu so'zda nasihat omuz narsa ham bo'lishi kerak. Keyin ozgina Allohga bir ishq, muhabbat degan narsalar ham so'zda bo'lishi kerak. O'shanaqa bo'lmasa aytmaydi. Qo'qon maktabi bo'ladigan bo'lsa, bular ovoz bilan o'lchanadi. Bular ovozi qaysi biri tikkaroq, qaysi biri yuqoriroq pardani olar ekan. Ana o'sha manaqada masalan bittasi sal pastroq, bittasi yuqoriroq olib ching qilib aytadigan bo'lsa, Qo'qon maktabining ko'rinishi. Marg'ilon maktabi ham asosan ovozga tayanadi, bular ko'proq masalan diniy so'zlarni ko'proq aniq qilishadi. Endi revolyutsiyadan keyingi davrda shu janrni saqlab qolaylik. Bu narsani saqlab qolish maqsadida shunaqangi narsalar nima qilishadiki, diniy so'zlarni chiqarib tashlashadi ko'pchiligini. Masalan, yo'q qo'y, men bu Chustiynikini aytaylik, Habibiynikini aytamiz deb turib, o'sha zamonadagi shoirlarni masalan Miskinnikini aytamiz deydi. O'sha davrda endi shular tirik.
Ustiga ham bir nechta anaqa buyurtmalar berishadi, zo'r so'z yozib ber, katta ashulaga bo'lishi kerak. Ana 1939-yilda Moskvada dekada bo'lib o'tadi. Dekada endi 10 kunlik degan ma'noda, o'sha 10 kunlik deb endi SSR degan davlat shakllandi. Hamma xalqlar bir-birini tanish kerak. San'atini ham, o'sha ko'rinishini ham, qanaqa bo'lishini, milliy kiyimini. Bizning o'zbeklar ham o'sha paytda Jo'raxon Sultonov, Mamatbuva Sattorov, Sherqo'zi Boyqo'ziyev, Erka Qori 45 kishi boradi. Moskvaga borib turib, Bolshoy teatr, opera teatrida bu paytda mikrofonlar ham naqadar rivojlangan emas. Bittagina mikrofon naryoqda turadi. Endi ular mikrofonni ham tushunmaydi-da. Bunga aytish kerak ekan degan narsa yo'q-da. Ular shunday sahnani o'rtasiga chiqadi-da. Beshchalasi endi shunaqangi aytib tashlaydi. Boyagi zal titraydi, haqiqatan ham titraydi. Shu davrda o'sha paytdagi vokalistlar, Kozlovskiy degan bitta zo'r vokalist bo'lgan ekan o'sha paytda. Kozlovskiy bu tenor ovoz, o'sha opera teatrlarida vedushi rollarni o'ynab, o'sha mesela Romeo Juliet'da bo'lsa, Romeo'ni o'ynaydigan shunaqangi bir tenor ovoz, yuqori ovozda endi. O'sha hayron qolgan ekan. O'sha hayron qolib yozgan narsalari ham bor. Hattoki o'sha Kozlovskiy bu o'zbeklarning bunaqangi ijrosini men eshitmaganman, katta bir maktab bor ekan bu yerda. Endi shunaqa qilib boradi oldigada, ularning hammasini endi balkim lob turib, balkim boshqadir og'zini ochib ko'rdi. O'sha paytda og'zining ichida mikrofon yo'qmi, hech qanaqangi uskuna yo'qmi degan narsani endi balkim shuna bu bo'rttirilgan bir anaqadir u, lekin bular bilan borib gaplashadi, gaplashishni xohlaydi, bular o'rischa bilmaydi, tarjimon chaqiradi, qayerdan sizlar qanaqangi maktab borsa, u tarjimon ham tarjima qilib bera olmaydi. Keyin shu bilan bularning oldida yana bitta aytinglar, ularni o'zim chaqirib turib konservatoriyaga alohida chaqirib, o'sha paytda konservatoriya Moskvada bor. Moskvaning konservatoriyasiga ham chaqirib, bir aytib beringlar boyagini deb konservatoriyaning zalida aytsa, boyagi zal yana titraydi-da. Endi shunaqangi kuchli ovozlar, shunaqangi bir ijrolar, endi u ustozlarning hozirgi kundagi zapislarini eshitadigan bo'lsak ham, haqiqatan bir odam boshqacha bo'lib ketadi. Ana o'shani qilib turib, ruslarni ham qoyil qoldirganda bular. Ana o'shandan keyin mana shu 5 ta xonandaga xalq hofizi degan unvon beradi. Narodniy pevets. Mana ruschasiga narodniy artist bor, narodniy pevets bor. Keyin o'sha paytda birinchi bo'lib ta'sis etilgan davlat unvonlaridan bittasi. Ana shu ustozlarga narodniy pevets degan unvonni beradi. Birinchi bo'lib O'zbekistonga o'sha O'zbekistonda ta'sis etilib O'zbekiston xalq hofizi degan unvon bilan taqdirlanadi. Endi undan tashqari bu ustozlar masalan shogirdlariga masalan qoldiradigan narsasi ham misol uchun maqomda bo'lmaydi. Maqom desa уже feodalniy muzika не надо это deydi, kerak emas masalan. O'sha bilan feodalniy muzika uni nomini aytmaydi-yu, ijro qilib yurishaveradi. Maqomlarni aytib yurishadi, masalan choryoqlarni aytishadi, boshqalarni aytishadi. Endi katta ashulani bir shunaqangi bir nimasi borki, katta ashulaning ikki xili bor deb aytishadi. Masalan, birinchi xili maqom pardalarida yaratilgan katta ashulalar. Misol uchun Yovoyi, Choryoq, Yovoyi, Ushshoq. Yovoyi degan ma'nosi usulsiz. Misol uchun Choryoq bo'ladigan bo'lsa, deb ketadi. Masalan, usul doira chalinishi kerak edi. Yovoyi Choryoq bo'ladigan bo'lsa, da endi yo'g'i ketaveradi. Mana shuna qilib turib bularni usulsiz nimalari yovoyi. Masalan, yovoyi tanavoram deydi. Yovoyi o'sha tanavorni ham hattoki yovoyi deymiz, o'sha usulsiz variantlarini ham ishlab chiqishgan. Endi Farg'onada shunaqangi bir o'ziga xoslik, san'atida o'ziga bir xoslik borki, ular masalan shashmaqom qat'iy usullarga, qat'iy bir qonuniyatga bo'ysunadi. Juda ham qat'iy. Uni masalan buzib chiqish yoki alohida bir
nola qochirim qilib olisham, boshqa qilib olisham nima deydi, unga to'g'ri kelmaydi. Uni anaqasidan, chegarasidan, hududidan chiqish mumkin emas. Lekin Farg'ona vodiysida erkinlik bor. Mana shu masalada masalan ozgina usuldan chiqish mumkin, usulni tortish mumkin yoki tezlashtirib yuborish mumkin. Sal masalan bitta ashulani aytish davomida boshda masalan sal tezroq ketib turib, keyin bu yoqqa qarab tortish mumkin, bu yoqqa qarab yana tezlashtirish mumkin, bu yoqda yana nima ish qilib oxiriga qarab yana tez boshidaga qilib tugatish mumkin. Xorazmda ham aynan shu narsa bor-da. Misol uchun bularni orasida, masalan, Xorazm bilan Farg'ona vodiysining orasida masalan Buxoro, Samarqand qancha yo'l bor? 1200, 1300, 400 kilometr bor misol uchun-da. Lekin ikkalasini o'xshashligi mana shu o'zini erkinligida. Misol uchun san'atida ham erkinlik bor-da. Keyin undan tashqari mana katta shular bilan Suvora deymiz. Jo'raxon akalar, Jo'raxon aka ham, Ma'munjon Uzoqov ham, mana Hojixon Boltayev degan katta ustoz bor Xorazmda. Xorazmga bir gastrolga kelganda Hojixon akani eshitib qolishadi. Buni ijrosiga shunaqangi bir maftun bo'lishadiki, shu yerda qolishadi. Gastrol yana qaytib ketadi Farg'onaga, bular qoladi ikkalasi. Qoladi-da, Hojixon, endi Hojixon shunaqangi bir zotki, bu bir sofiy bo'lgan. Bir paytlar Masharibjon sofiy o'sha nima deydi? Jon mardlik nimasi bo'lganda, tariqatini bir nimalardan, namoyandalardan bittasi bo'lgan. O'sha paytda eng katta bir nima avliyo deb ko'rishganda u odam. Ana shu odamni nazari tushgan bo'ladi. Shu Hojixon ijrosida ashulalarni eshitadi, boyagi yig'laydi. Yig'laydida endi san deydi Hojivoy asl ismi. Hojivoy bo'ladi, endi sen Hojivoy emas, Hojixon bo'lding sen. Deb turib buni shu daraja so'zni ko'p bilishi, misol uchun so'zni yodlab qolishi nima deydi? Mana masalan Ogahiyni devoni deymiz. Shuni yodlaganda, Navoiyni devoni shuni ham yodlab bo'lgan. Shu odamlar yodlab masalan bironta bir odam bular aytishmoqchi bo'lsa, mana Suvorani bir shunaqangi bir anaqasi borki, diralishma deb aytishadi. Aytishuda gap. Diralishma degani endi masalan o'sha tirik qoladigan, shu kim tirik qolsa. Endi bu majoziy ma'noda-yu, lekin agar yuz qissa, yengilsa, odamni holi xarob. Bir to'yga chaqirmaydi. Ana o'lgandan battar endi. Bu yutgan odamga to'y ko'payib ketadi. Buni qancha ish qilib hurmat, e'zozi, o'sha izzat ikromi bo'ladi. Ana Hojixon aka ko'p nimalarda yutib kelgan. Yutib kelgan sababi shuki, so'zni ko'p bil. Mana Suvorada masalan narigi hofiz masalan Ogahiyda aytaman deydi. Bu Mashrabdan aytaman deydi. Mashrabni masalan Hojixon aka butun o'sha yodlab olgan. Ha bunisi masalan bilsa, masalan Ogahiyni bir bilsa 100 ta muhammasini bilsa endi. Kerak bo'lsa ertalabgacha bo'lgan ekanda. Ertalab Hojixon akada to'xtamagan. Boshqa kupletni aytib, masalan mana shu 5 talik bo'ladigan bo'lsa, keyingi 5 talikni bu yoqdan oshib turib, bunisi 5 talikni mana shu Mashrabni o'shani qilib muhammaslarni aytavergan. Narigisida tugab qolsa u yutqizadi. Ana mana shuna qilib turib, Hojixon aka so'zlarni ko'p bilganligi ham kimga qanaqa ashulani, qanaqa so'zni aytishi kerakligini bilganligi uchun ham Hojixon bo'ldi. Ana o'sha Hojixon bo'lgandan keyin bunga o'sha uning ijrosiga Jo'raxon akalar ham maftun bo'lib, mast bo'lib, bizga ham o'rgatmasang bo'lmaydi. Shu Suvorani, shu Suvora o'rgatadi bularga. Bitta sabt Suvora, bitta o'sha xushbarda Suvora degan Suvorani o'rgatishadi. Bu Suvorani Jo'raxon akalar o'z uslubiga solib ijro etishadi. Masalan, buna oldimay g'ami u bosam jami bilan ne para toptmay jasan boygul fami bilan deb aytadigan bo'lsa, bu Xorazmcha variant. Ha, vodiycha variant. Buna oldimay g'ami u bosam jami bilan ne para toptmay jasan. Endi farqi bor. Masalan, vodiycha bir sheva bilan, vodiycha bir nima bilan aytiladi. Ana o'shanda hozirgi kunda aynan ko'p ijrochilar ikkalasini ham ijro qilgandan bular ayrodek bo'lib qolgan. O'zi bitta narsa. Lekin buni hozir 5 parda Suvora deb kimdir aytadi, yo xushparda Suvora deyshadi.
Endi suvoralarni boya katta ashulalar ham ikki xili bo'ladi dedik. Katta ashulalar maqom pardalarida yaratilgan katta ashulalar bilan bastakorlar tomonidan yaratilgan katta ashulalar. Masalan, ko'p erdi yoki keldim deb mana shunaqa radifli so'zlar bilan aytiladigan bo'lsa, bu bastakorlar tomonidan yaratilgan katta ashulalar. Masalan, yovoyi choryoq, yovoyi ushshoq, yovoyi bayot deydigan bo'lsa, bu maqom pardalari. Ana suvoralarni ham 5 ta asosiy suvora bor. 5 ta asosiy deganimiz masalan ona suvora deydi. Ona suvora yoki katta suvora. Ona suvorani bu o'sha hamma suvoralar o'shandan olingan degan ma'noda ona suvora deb aytishadi. Keyin masalan ikkinchisi chapandozi suvora. Chapandozi ya'ni teskari andoza. Bu suvoralar hammasi pastdan boshlanadi-da. Misol uchun shuni dutorda bir ko'rsatib bersam Bo'ladi, albatta. Savol bo'lsa mana misol uchun katta suvora bo'ladigan bo'lsa ay Cemalin şevkda yaktı felakni utluk avganın bari yüzünü tufan g'abiydi çeşmi giryan deb birinchi pardasidan boshlaydi. Chapandozi suvora bo'ladigan bo'lsa, betlardan boshlaydi mana. Felakim yaşlar bazmide kadrını belend etmez. Demi yok kim yamanlar mecmeyi de müstemend etmez. Bir adam başlanadı o. Ana üçüncü suvora yakperde suvora. Yakperde suvora ham boshida boshlanadi. Yakperde deyilishiga sabab mana musiqada shunaqangi narsa borki, modulyatsiya deymiz. Masalan, boshqa pardaga o'tib ketish. Masalan, mana redan boshlandida, keyin bir qarabsizki, ladan ketyapti. Misol uchun boshqa pardaga o'tib turib, avjga chiqib, yana o'zini pardasiga qaytib tushadi. Yak parda suvorada bitta pardada, masalan, redan boshlandimi, oxirigacha redan ketadi. Masalan, o'sha tonalistada. Masalan, mana nigora pauymaulun her dilu canuldu bürmennu yüzün şavkide bülbül zavruna ulan uldu bürmennu. Bu yakperde. Endi undan tashqari kachxang deydi. Endi Xorazmda kach degani bir nima deydi? Injiq bir yo'lga solsa solmaydigan bir anaqa bolalar bo'ladi, yo'q deb turadigan. Qaysar ana. Qaysar ana o'shani avjlari kachxang. Hang degani avj. Endi o'sha avjlari qiyin degan ma'noda avjlari hammaga ham nima deydi? Hamma ham aytavermaydi degan ma'noda avjlari kach. Deb turib kachxang suvora bo'lib qolganda bu ne bulau ontmay gami ul bağsaran cami bilen ne ferhat toptmay cahan sağ bağı gülfami bilen ketadi. Endi xuddi shu so'zda masalan xush pardasi bor. Ya'ni boyagi kajang suvoriga o'xshab ketadi. Lekin xush parda degani bu boyagi kajangdan ko'ra bu osonroq degan ma'noda, o'sha chiroyliroq, anaqalari yo'q, qiyin avjlari yo'q. Bu osonroq variant degan ma'noda. Masalan, ne buna oldimay g'ami o'g ba'saran jami bilan ne para toptmay jansa ba'i gulfami bilan deb shunaqa qilib aytib ketilgan. Ana endi 5 ta asosiy katta suvora bo'lgandan keyin bundan tashqari xonandalar yana bastakorlar, mana xonandalar deymiz, o'sha xonandalar o'zlari uchun suvoralar yaratishdi. Misol uchun Komiljon Otaniyozov 6-suvorani yaratdi. 6-suvora ham masalan falakim yaxshilar bazmida qadrin bilan detmas
demi yok kimay yamonlar Mecmeyde müstemen etmez Bu hasretin çözüm aşkı Gülün bir zaman etmez Mani segen uz Suhbeti garcümen etmez Mani ister kişinin Suhbetin könglim sen etmez Ana bunu Juda chiroyli. endi mana shunaqa qilib turib bastakorlar ham masalan mana Kamjon akada bitta suvora bor mana Hojixon akani Qorchimoniy suvora degan suvoralari bor mana Ozod aka ham suvora Rahmatjon Qurbonovning ham suvoralari bor Ortiq Otajonov endi bularning hammasi mana bular bu suvoralarni bastakorlar tomonidan yaratilgan suvoralar deb aytamiz endi mana suvoralardan tashqari saft suvoralar ham bor saft suvora degani masalan saft aks sado ya'ni ruschasiga aytganda eho masalan hey deb keladigan eho bu mana katta suvoralarni aks sadosi degan ma'noda saft deb aytishadi ana saft suvoralarda masalan suvoralarda mana muhammaslar aytiladigan bo'lsa saft suvoralarda asosan g'azallar aytiladi endi saft suvoralarning ham xillari juda ham ko'pda misol mana ustozlarimiz aytishi bo'yicha 13 xili bor ekan. Misol uchun oddiy saft suvora ham mana eng ko'zga ko'ringan Her kitaba kimle binlerin yedisin yavzanar İşte can birle işk ehli anin şiire uzanar Bir an mesela ki Yavurning kuydaman javloqlay itlariga bir kuni mimoqlay bu ham bunaqasi ham borkin bunaqa ham nimalar borkin Kaysa felak burcunun mihri puran vaursan Kaysa sadab burcunun fernayik vaursan Bunaqa ham endi buni so'zlari juda tanish e'tibor bergan bo'lsangiz Mana tanidi. buchi lazgini so'zi lazgini so'zi endi bu yerdachi asosan mana aytolmayman so'zni tushuntirish so'zni masalan qaysi so'z bo'lsa ham aytmasam mana shu gullar bu eshitmaydigan narsa lekin shuni ham masalan saft suvoraga solish mumkin misol uchun gullar Güler yüzlü servi kavmet nigarım Bu söz nefemine yetsen ne buldu Başta qilib masalan so'zlarni tushirish mumkin. Endi yana aruz mos kelsa bu ham bir xonandani o'zini ustachiligiga, shu nima deydi, tajribasiga, nimasiga bog'liq. Ana katta ashulada ham misol uchun so'z aytish deymiz. Mana masalan bu yerda bir narsani anaqa Justini so'zi bo'yi aytganimdek, mana bog'aro. Masalan Bog'aro qo'ysan qadam Gulg'un masalan tarkan olib turib Gulg'uncha qolmay xandadur Qomatingni sarvlay Arqadinga bandadur Lablaringda fariya Laliyadan şarmandadır
keyin ketaveradi. Mana shunaqa qilib turib, shu Ajoyib. qancha yuqori ovozda ijro qilinib, qancha naqlib xalq deb masalan tepaga chiqqansa, bo'ladi. O'sha nima deydi, xalqni bir ruhiyatini ham ko'tarish maqsadida. Endi Farg'ona xalqi asosan baribir o'sha nima deydi, dinga ko'proq o'sha bu so'zlarda masalan din ham esdan chiqmaydi. Va ruhiyatni masalan ko'taradigan, ozgina bir shu nima deydi, odamlarning zavqini keltiradigan. Masalan, mana Norin daryosini, Norindan mana Farg'ona kanalini qazib kelishdi. O'sha paytlari ham odamlarni masalan keladi, odamlar kelsa kuniga qanchadir pul berar ekan. Usmon Yusuflar. Usmon Yusuf. Endi u odamlarni jalb qilish uchun ham masalan mana shu xonandalarni yuborib yurar ekan. Borib ular bir kun oldin o'sha Norin, masalan Norin degan katta ashula ham bor. O'sha Norin degan katta ashula o'sha davrda chiqqan ekanda, Norindan masalan suv olib kelsak, yurtimiz farovon, bu so'zlari shunaqaki, masalan yurtimiz farovon bo'ladi. Mana shu ekinlarimiz yaxshi bo'ladi, paxtakorlarimiz paxtalarimiz gullaydi, boshqa degan so'zlari bor. Ana katta ashulaning ijroiga shunaqami? Buni qassak bu ham pul bersa ham savob bo'lsa deb turib, ko'pchilik o'shanda ketmonini ana shu belkuraklarni olib o'zligiga anaqa o'sha nimaga ketishgan ekan. Ana buni bir musiqani bir sehrli kuchida bu. Haqiqatan bir narsani tan olaman. Bitta savol bor. Men javobini aniq bilmayman, so'rashga doim uyalaman. Shu vaqtda so'rab olay. Mana shu tarelka o'zi nima ish qilib beradi? Menimcha ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Mana ochiq havoda, ko'chada ayniqsa ijro qilingan. Ochiq havoda ozgina masalan u paytda ashulachilar masalan mana to'y, mana shu stolimizni to'y deydigan bo'lsak, shu atrofida odamlar o'tirgan bo'lsa, uni yurib aytiladi. Yurib aytilganda masalan qaysi tarafda odamlar bo'ladigan bo'lsa, tarelka masalan bu tarafda odam bo'ladigan bo'lsa, tarelkani bu yoqqa qarab aytadi. Agar odamlar bu yoq tarafda bo'lsa, bu yoq tarafga qarab aytadi. Ovoz to'sish. Ovozni to'sish masalan, bu yoqda odam bo'lmasa, ovoz masalan shunaqa chiqishi endi fizik akustik holati deymiz, bu bunaqasiga tarqaladi. Endi shuni bunaqasiga tarqamay masalan bir tarafga qarab yo'naltirish uchun juda ham foydali. Yo'naltirgich ekan. Yo'naltirgich. Men e'tibor berdim, faqat bizda emas, yaqin sharq san'atida ham bir ko'rganday bo'ldim. Tarelkam shunga o'xshagan narsalar ishlatishadi. Keyin avjini olgan bir quloqni ushlab qo'yishadi. Ba'zilar tomog'ini ushlab avjini olar ekan, hammasini biroz siri bo'lsa kerak deb o'yladim. Yo'q, quloqini ushlab aytishiga mana masalan bir quloqingizni yopsangiz, mana ayniqsa sozandalar bilan ijro qilayotganda xonanda o'zini eshitmasligi mumkin. Masalan ovozini bosib tashlaydigan masalan orkestr boshqa anaqalar bo'ladigan bo'lsa, bir quloqni yopsangiz, o'sha odam o'zini ichkaridan eshitadi-da. Masalan, chetdagi quloqdan emasda, masalan bitta quloqni yopsa, o'zini eshitib turadi, ham orkestrni eshitadi ikkinchi qulog'i bilan. Shunaqa qilib turib anaqa. Endi yuqori avjida bir xilda masalan falsh aytib qo'ymay yoki balandroq ko'tarilib ketib tondan qochib qo'ymay degan maqsadda o'zini ichkaridan ham eshitishga harakat, quloqni tiqish maqsad anaqasi shu. Yaqinda qizig'i Instagramda o'zi asli o'zbekistonlik Sog'diyona degan Sog'diyona taxallus ostidagi xonanda bo'lardi. Oksana Nechitaylo. O'sha qaysidir Rossiyada bir radioga borgan, bizani Sumbula qo'shig'ini o'zbek tilida aytgan. Endi to'g'ri, biroz sheva bilingan, aksent bor, lekin o'sha bevosita kuylash davomida qulog'iga qo'lini qo'yib kuyladi-da. Izohlarga kirib qarasam, nimaga qo'lini qulog'iga qo'yib qo'ygan deb ba'zilar yozganda. Chunki maktabda bizda ko'rganda. Yo, men arablarda ham ko'rdim-da, men oxirgi paytda shu arab maqomlariga juda qiziqib qoldim, to'g'risini aytsam. Ular ham shu avjini olganda mamnun qilyapti-da. Dedim, o'zimizda ham bor edi bu dedim. Demak, bu qanaqadir professional sir shekilli deb o'yladim. Qiziq. Juda qiziq ma'lumotlar bo'ldi. O'zi bilasizmi? Bir gap aytaman, mana litseyda o'qiganimda kutubxona aylanib kitob qidirib yurardik. Shu musiqa bo'yicha ko'p kitob uchrardi. Ya'ni xalq og'zaki ijodilar, maqom bo'yicha juda yaxshi kitoblar bor edi. Qo'shiqlarning tarixi, janrlar, turi va hokazo degan anchagina ma'lumot bor edi. Oxirgi paytda musiqa haqida men deyarli kitob uchratmayapman. Eskilarini ham topa olmayapman-da. Nimagadir musiqa tarixi bo'yicha bir to'g'ri konservatoriyada bor, mutaxassislarda bor, bir ommaga taniqli kitob kamroqda. Shuning uchun men o'ylayman,
hozirgi suhbatlarimiz ancha noyob kontent bo'ladi, chunki internetdan ham topish qiyin bu ma'lumotlarni. Hozir masalan men uchun ham yangilik bo'ldi. Suvora bilan Kattashlarning tarixi, ikkovini ham endi eshitganmiz, juda bir endi professional darajada farqlamasak ham har qalay bir qancha ko'rinishlarini bolalikdan eshitib yurganmiz, boshqa qilganmiz. Menga ham ancha asosli tuyulyapti. Bir urush e'loni yoki farmon e'loni yoki boshqa e'lonlarda aynan mana shu shaklda murojaat qilingan. Nimaga? Chunki biz bolalikda ham shuni bir ozgina aks sadosi bor edi. Bir mahallada e'lon, to'y e'loni boshqa bo'lib qolsa, baland ovozda ozgina musiqaga solib e'lon qilishar edi. Eshakka chiqib olib, deb do'stlar, shuni palonchinikida to'y deb ba'zi qozonchasini chalib, chunki biz endi aynan musiqa tarixida emas, men filologiyada matnlar tarixida o'qiganmizki, o'zi she'r, musiqa nimaga paydo bo'lgan? Birinchidan yodlab qolish oson bo'ladi. Mana hatto Hammurapi qonunlaridan boshlab uchraydi. O'zi qonun, lekin ozroq qofiyaga solishga harakat qilingan. Yoki bo'lmasam diniy marosimlardagi turli duolar va hokazolar qofiyaga solingan va ohang berilgan musiqiy ohanglar birinchidan esda qolish oson, ikkinchidan ta'sir qiladi. O'sha e'lonni bir ta'sirli qilib aytsa yaxshiroq yetib boradi. Shu uchun menimcha ancha asosli taxmin, xuddi ustoz aytgandek, aynan mana shu variant asosliga o'xshayapti. E'lonlarni bir sozlarsiz ovoz bilan ohangli qilib baland ovozda aytish haqiqatdan u tarixda kuzatilgan narsa-da. Endi men bir jihatini o'yladim, hozir bir ikkita qiziq ma'lumotlar bo'ldi. Masalan, tor. Biz hozir Xorazm san'atini torsiz tasavvur qila olmaymiz. Aslida nisbatan yaqinda shakllangan an'ana bo'lyapti yoki shunga o'xshagan boshqa ma'lumotlar bo'lyapti. Shunga men qiziqdim. Aynan masalan yozma matnlarda shu Xorazm musiqasi yoki Farg'ona musiqasi bo'yicha yozib qoldirishganmi? O'zim ham ancha matn o'qiganman, tarixiy matn. Endi ochiq unda ko'proq harbiy yurishlar, hukmdorlarni ba'zi jamshidlari, islohotlari va hokazolar haqida yoziladi. Aynan musiqa tarixiga oid ma'lumot biroz kamroqda baribir. Endi musiqaga atalgan alohida bir kitoblar bor. Ba'zi bir musiqa ilmiga o'xshagan kitoblar bor. Balki shular orqali yetib kelganmi? O'sha yoqda bormi o'zi shu Suvora va Kattashlarning tarixi haqida yoki bir sovet davridan boshlanadimi ilk zapislari, ilk qayd qilinishi, ilk nomi uchrashi va hokazo degandek. Mana birinchilardan masalan o'zi aslida mana birinchi ilk kitob deymiz, musiqa haqidagi katta kitob Farobiyning kitoblari. Farobiyni o'sha kitoblarda asosan o'sha ilmi advor, ya'ni o'sha saroyda bo'ladigan musiqa haqida gapiriladi. Undan tashqari misol uchun o'sha nima deydi? Har butlar, masalan but deganimiz oddiy bir endichi birinchi baribir nima deydi? Shu narsani bir ilmga, masalan matematikaga solgan odam ham Pisagor, masalan Pifagor. Endi Pifagorniki juda sodda ko'rinishdagi bir anaqa. Endi mana Farobiyga keladigan bo'lsak, Farobiy uni juda takomillashtiradi. Hattoki hozirgi kunda hali ham o'rganib uni tagiga yetisha olmayapti. Shu darajada takomillashtirganki, masalan kitoblarda bir xil tushunarsiz so'zlar borki, o'sha so'zlarni tarjimasi yoki nimani anglatishini haligacha ham olimlarimiz juda ham bahs munozarada aniq emasda. Ana Farobiydan keyingi masalan Ibn Sino, masalan Ibn Sino ham musiqa haqida shunaqangi bir narsalarni yozganki, hattoki mana amplituda deymiz. Masalan, biz sim qimillaganda necha marta qimillashi va necha marta qimillaganda qaysi tonga, qaysi joyga borishi matematik hisobda o'lchab chiqadi. Ham necha, masalan, amplitudasi necha, qancha aniq qilishi kichikroqmi, kattaroqmi, ana o'sha bularni keyin simni masalan qanaqangi tezlikda necha marta
o'shalarigacha o'tirib matematik holda hisoblab chiqadi va asosan bu Ibn Sinoni qilgan anaqalar, masalan, kamonda qanaqa bo'ladi. Asosan shuning uchun ham Ibn Sinoni aytishadiki, g'ijjayning ixtirochisi deb ham aytishadi. Endi g'ijjay balki undan oldin ham bo'lgandir, lekin o'sha kitoblarida g'ijjillash, masalan, o'sha g'ijjillab ijro qilingandan keyin g'ijjay deb aytib o'tib ketgan joylari bor. Ana keyingilar masalan jomi asosan maqomlar haqida gapiradi. Maqom degani misol uchun bizda endichi bir narsa borki, maqom deganda o'rin, joy, parda deb ketishgan. Endi o'rin, joy, parda deyilishiga asosan bor shunaqangi bir nimaki, Essir davrida yozilgan kitoblar. Ko'p kitoblari endi Essir davrida masalan martaba yoki tabaqalarni degan narsani aytish bir jinoyat edi, kerak bo'lsa. Ana maqom oliy darajadagi musiqa degan ma'noni anglatgan aslida. Maqom o'zining maqomiga ega bo'lgan ohanglar, ya'ni o'sha ohang bu anaqaga bo'lgan nimasi. Ana o'sha oliy darajadagi musiqaning ichida masalan birinchisi masalan ushoq maqom. Masalan, u sufiylik bilan bog'liq. Misol uchun inson Allohga oshiq bo'ladi va oxirgi maqom hijoz. Hijoz degani o'sha oshiqlik uni yillar davomida, o'sha o'rganishlar davomida Allohni yaxshilab tushunib yetishi davomida hajga yetaklaydi. Hijoz haj, o'sha Makka. Endi orasida masalan Iroq, Isfahon degan maqomlar ham bor. Keyin qaysi mana shunaqa shaharlarning oti ham bo'lgan. Ana 12 maqom o'sha davrlarni aytib o'tadi ham jomi. Undan keyingi davrlarda mana oxirgi ilmiy anaqa musiqiy risola yozgan odamlardan bittasi Darvish Ali Changi. Bu aynan Shayboniy xonlar davrida yashab turib, o'sha bu maqomlarni o'sha paytda qanaqadir diniy xurofot nimadir boshlangan bo'ladi-da endi. O'sha paytda bu deydi maqomlarni endi yo'qotishmi, qanaqadir bularni qoralashmi, shunaqangi bir ayblov davri boshlanadi. Ana bu o'shanga javoban yozadi bu kitobni. Javoban shunaqa aytadiki, masalan, birinchi maqom deydi, odam ato bilan momo havo ikkalasi jannatdan quvilgandan keyin yerga kelib tushadi-da, o'sha yerda ularning orasini, ularni bir-biriga yaqinlashadigan orasi 40 yillik yo'l edi deydi. O'sha 40 yil odam ato yig'lagan uni deydi, o'sha ushoq maqomi edi. Keyin ikkinchi maqom deydi, mana Nuh payg'ambar. Ya'ni Nuh degani o'zi aslida yig'lamoq, navqa qilmoq degan ma'nodan olingan bo'lib, o'zi asl ismi Yushkan deb aytadi. O'sha payg'ambar deydi, ikkita o'sha kemasiga olib turgan paytda bitta hayvon keladi. Buni qanaqadir bir beo'xshov, bir xunuk, haqiqatan ham bir kir bir hayvon bo'ladi-da endi. Keyin shu bilan o'sha Nuh payg'ambar aytadilarki, sen nima bu namuncha qanaqasan o'zi deydi, bir ko'rinishing o'zi bosh oyog'ing qayerda sani? Desa boyaga hayvon tilga kiradi-da, sen deydi, men ustimdan kuldingmi yo meni yaratuvchini ustidan kuldingmi deydi. Men agar xohlasam deydi, men chiroyli bir hayvon bo'lardim deydi. Lekin men o'zim xohlamaganman shunaqa bo'lishni. Sen hozir deydi yaratuvchini ustidan kulding degandan keyin bir yig'lab boshlaydi. Endi bir yig'lasa to'xtatish qiyin ekan-da. Yig'lab navqa qilib boshlaydi. Shu yig'i bilan dunyoni suv bosadi-da, ish qilib anaqasiga ketadi, boya hayvon qolib ketadi. O'sha yig'isi deydi dunyoni suv bostirdi va o'sha keyingi maqomni o'sha yig'lagan uni o'sha keyingi maqom edi. Deb turib mana shunaqa maqomlarni nima qiladi? Ustoz, vaqtincha olib qo'yaylik undan bemalol gapirishga. Ana keyin o'sha darvishlar shunaqa qilib hamma maqomlarni din bilan bog'laydi. Va bunga bog'lamasa ham o'sha paytda qanaqadir keyin sozlarni ham aytib chiqadi. Masalan, mana shunaqa bunaqa soz bo'lgan, bunaqa soz bo'lgan 40 ta soz, 40 ta cholg'u asbobi o'sha paytda saroyda yurgan. Keyin undan tashqari bir chiroyli bir anaqa gapni aytadi. Mana Xorazmda deydi, Xorazm podshohligi, Xorazm shohligida deb aytadi. Chingizxon kelmasidan oldin deydi, saroyning o'zida 150 tadan ortiq sozandalar qo'shlari bor edi deydi. Qarang, saroyning o'zida masalan hozirgi shaharda deydigan bo'lsak, nechta sostav bor? Misol shunda endi bir hisoblaydik. Bo'lsak bir bo'lsa bir 50 ta bordir masalanda endi.
lekin 50 tani ham har kuni masalan xizmati yo'q. To'g'ri yo'q. Haftalar dam olib, oylab dam olib yotibdi kerak. U paytda masalan o'sha 150 tadan ortiq saroyning ichida. Ichini o'zida har bittasini har kuni ishi bor. Kimlardir masalan ayollarga xizmat qilgan, kimlardir zodagonlarga xizmat, kimlardir podshohlarga xizmat, kimlardir masalan vazirlarga narsa qilib turib 150 tasini ham har kuni ishi bor. Mana shu odamlar deydi, mana shu sozandalar deydi, juda ham buyuk edi deydi. Buyuk edi degani misol uchun saroyga uncha sozandani olmaydi. Hattoki ayollarga xizmat qilsa, bolalarga xizmat qiladigan sozanda bo'lsa ham eng aslari, eng manmanlarni olishadi. Ana o'sha sozandalar deydi, yurtga masalan dushman keladigan bo'lsa, birinchi bo'lib kim qochadi? Masalan, birinchi bo'lib kim qochadigan odam boyroq, o'zini joni shirin odam ketadi. Yo'qotadigan narsasi bor odam. Yo'qotadigan narsasi. Endi bu saroyda ishlaydigan sozandalarning ham yo'qotadigan narsasi bordir-da. Ana bular ham ketadi deydi-da, o'sha ketib deydi, o'zini san'atini borgan joyda tarqatdi deydi. Qarang, endi bu narsa juda ham bir boshqa narsa gap. Hozir bu gapni birovga, chet ellik birovga aytadigan bo'lsa, san'ating bizga kelib qolibdi deydi. Lekin bu narsani haqiqatligi shundaki, misol uchun mana Suvoralar deymiz. Misol uchun Suvor. Endi Xorazm deganda faqatgina hozirgi Xivani ko'rinishi boshqa emas, endi katta bir territoriyada endi u. Ana o'shatlardan yig'ilgan sozandalarning nimasi eng zo'rlari u yerda. Ana hozirgi masalan Turkiyani ham aytadigan bo'lsak ham, boshqani mana tildan ham, musiqidan ham bor. Masalan, mana Afg'oniston, mana Eronda ham, hattoki Pokistonda kavali degan narsa bor. Kavali degan anaqalar bor. Bular ham suvoralarga o'xshab ketadi. O'sha masalan so'z aytish, birinchi maqsad so'zda ularda ham. Masalan, so'zni xalqqa yetkazish. Ana shunaqa narsa. Keyin undan tashqari masalan Xitoylarda ham mana oddiy narsa arxu degan instrument bor ekan. Bir mana ukam Xitoy tili bo'yicha arxu deydi. Arxu o'sha bitiklarni o'qib dissertatsiyasi bo'yicha ko'p ishlarni olib bordi. Aka, musiqa haqida ham bir narsa bor ekan deb menga bir narsani tashladi. Shunda qarasam, arxu degani soqolli odam degan ma'noni bildirar ekan. U paytda deydi, nimaga soqol? Ularda soqol bo'lmaganmi desa, Xitoyliklarda soqol bo'lmagan deydi. Yaxshi chiqmaydi, siyrak bo'lib, bizanikilardan borgan odamlar soqollari o'sib anaqa bo'lar ekan. Ana o'sha soqolli odam g'ijjayni kelib bizga o'rgatib ketdi. Uni instrumentning oti soqolli odam bo'lib qoldi. Soqolli degan ma'noda. Boyagi kitob masalasiga keladigan bo'lsak, mana ustozlarimiz bu narsalar haqida ko'p yozib o'tishdi. Mana birinchi katta shular haqida aytadigan bo'lsak, mana Rustam Abdullayev. Bular Leningradda 1976-yil dissertatsiyani yoqlab kelgan. Leningradda hammani qoyil qoldirib, o'sha katta ashula janri haqida o'sha rus musiqashunoslariga ham tushuntirib, anaqa qilib olib kelganlar. Ana undan keyingi davrlarda mana Sohibjon Begmatov, mana Oqilxon Ibrohimovlar, rahmat qilsin. Ko'p ustozlarimiz o'sha maqomlarimizni, katta ashulalarni, suvoralarni qanaqaligini o'sha ko'rsatib, xalq janrlari, folklor bormi, boshqa bormi, o'shalarni hozir hammasini endi tahlil qilib ko'rsatib kelishgan. Bundan tashqari hozirgi kunda ilmiy ishlar endi shunaqangi bir bo'lyaptiki, nima deydi, masalan, ustoz shogirdlik an'analari, misol uchun o'shalarni bir tadqiq qiladigan, masalan, maqomlarning qaysidir bo'limlarini tadqiq qiladigan, masalan, 12 maqom bilan 6 maqomni nima deydi, bog'liqlik va ayro jihatlari, masalan, shunaqangi bir mavzular borda. Kitoblar ham endi to'g'ri aytdingiz, ilgarilari mana o'sha bibliotekaga kirganda masalan Hoji Abdulaziz degan bitta kichkina kitob bo'lardi. Hoji, hamma ko'p bibliotekalarda ko'rganman shu kitob. Hozirgi kunda shunaqa kitoblar yo'q. Misol uchun bir narsani aytib o'tay, shu gap kelganda Marg'ilonda maqom teatri ochildi. Maqom teatri shunaqangi bir teatr bo'ldiki, endi rahbarlarimiz shunaqa narsani o'ylashdiki, mana opera ham, balet ham o'zini-o'zi paydo bo'lmadi. Uni qanaqadir bir turtki bo'ldi, nimadir bo'ldi, o'sha opera, balet yaratilib, hozirgi kunda masalan butun dunyo mana qilib eshitadi shu narsalarni. Mana maqomni ham shunaqangi bir teatr qilib ko'ramizmikan degan teatr qilib turib Marg'ilonda ochishdi. Birinchi eksperimentalniy deymiz, endi o'sha tajriba sifatida. Endi masalan mana Muqimiy teatri bilan o'sha maqom teatrini yoki o'sha boshqa teatrlar bilan umuman solishtiradigan bo'lsak, Muqimiy ham drama teatri,
Misol uchun bu yerda Navoiyni qo'yish mumkin, masalan Boburni qo'yish mumkin, boshqa allomalarimizni anaqalarni qo'yish mumkin, lekin muqimiyda masalan Yunus Rajabiyni hayotini o'xshatish qiyinroqda. Misol uchun Yunus Rajabiy yana keyin masalan Hoji Abdulaziz deymiz, o'sha Hoji Abdulazizning hayot ijodini ko'rsatib beradigan, keyin masalan raqqosalar, masalan Mukarrama Turg'unboyeva, masalan raqs san'atini bir ko'rsatib berish uchun o'shanaqa teatrlar kerak hozirgi kunda. Mayli maqom deyilyapti-yu, lekin musiqa bilan bog'liq, musiqa allomalari deymizmi? O'sha musiqa nimalarini ko'rsatib beradigan, ular qilgan ishlarini masalan xalqqa namoyish etadigan teatrlar ham bo'lishi kerak ekan. Ana boyagi kitoblarni o'rniga deymiz. Endi hozirgi kunda misol uchun balkim nima deydi, yozuvchilarimiz ham bu narsalar haqida yozib bir nima qilmayotgandir, lekin ilmiy ishlarni aytaman, ilmiy ishlar baribir o'tgan davrlarga qaraganda to'g'ri, masalan hukumatimiz ancha shularga nazar solib, qani qilinglar, dissertatsiya qilinglar, tezlashtiringlar, ko'pchilik olim bo'lsin degan joyda ham ilmiy ishlarni saviyasi bu davrdagi emas. Masalan u ustozlar, masalan Uspenskylarni ko'rishgan, masalan katta ustozlarni ko'rishgan, ularni oldida mana shuni chiqib o'qishga masalan vijdoni qiynalgan. Lekin hozirgi kunda yozgan narsasini ham chiqib o'qib bergan, shunaqa ham bo'lyapti-da. Endi ochiqcha sizga aytiladigan bo'lsa, shu paytda tortinishgan. Men shu narsani shunaqa ustozning oldida shu narsani o'qib beramanmi deb turib, yo'q, buni to'g'rilab yozishim kerak. Shunaqangi bir nima bilan yondashishganki, har bitta so'z, har bitta harfga. Endi mayli, u narsa ham o'tdi. Keyin hozir yana bir savol aytdingiz, Eldor aka, men aytaman deb turdim. Xayollarni ko'tarildi. Endi o'sha manbalar haqida so'radim, keyin bo'ldi. Mana hozirgi davrda shunaqangi bir mana ohang, hammamiz ham ohanglar juda ko'p-da hozirgi kunda. Misol uchun mashinaga o'tiramiz, ohang, telefonimizda ohang ko'p. Ohangga zor emasmiz. Lekin qadimgi odamlarni bir tasavvur qilaylik, masalan radio yo'q, televizor yo'q, dehqonchilik qilib masalan yoki masalan chorvachilik qiladi, boshqa ishlarni qiladi, hunarmandchilik qiladi. Jim o'tirib qanaqangidir ohangni eshitsa shuni umrbod esda qoldiradi-da. Boyagi odamlar aytib o'tib ketadi-yu, masalan o'sha suvoriy deymiz, masalan suvoriy otda aytib o'tib ketgan narsani shuni esda qol, ohangga zor-da bular. Masalan bittagina ohangni sar bir degan ohang o'zi shuni eshitib qolsa ham shuni umrbod esda qoldiradigan darajada. Ochiqda qog'oz, oddiy oppoq qog'ozda endi shunga yozilib qolindi o'sha narsada. Musiqa eshitish hozirgiday oson bo'lmagandi u paytda, to'g'ri? Oson bo'lmagan. Odamlar o'sha tashna bo'lgan, o'sha har bitta ohangga, boshqaga kimdir o'shani ohangini bir yetkazib ayta olsa, hofiz ekansan, bo'l, aytsan, endi mashq qilgan, men so'zni ham aytmam, hofiz qo'yishgan. Masalan, ovulda masalan tasavvur qiling, qishloq, hech kim ashula aytmaydi, bittagina ashulachisi bor. Endi shu masalan bitta qishloqning o'zini o'g'risi, o'zini ashulachisi, o'zini masalan hunarmandi, o'zini nimasi ish qilib, o'sha yerda ashulachisi ham bo'ladi, o'sha ashulachisiga ruxsat berishar ekan, bor, sen aylanib kelgin, boshqa shu anaqalarni ko'rib kel, yoki sen o'tirib tur, men endi boyroq odam bo'ladigan bo'lsa, men qo'shni qishloqdan palonkas ashulachini chaqirib kelaman, uni ohanglarini ham o'rganasan, uni ashulachini o'rganasan deb turib, endi yoshroq bo'ladigan bo'lsa, palon joydan ustoz olib keladi deb o'shani eshittirib birgalashib aytadi ham, o'sha anaqa qiladi ham. Shuna qilib turib odamlarga ohangni ko'paytiradi, o'sha nima bo'yicha, o'sha ashulachini ta'siri bilan. Mana shuna qilib turib ohangni endi suvoralarni kelib chiqishi ham, o'sha katta ashulalarni ham kelib chiqishi baribir qanaqangi versiya o'ylab topmaylik, baribir shunga to'g'ri kelaveradi-da. Bundan boshqaga masalan din ham, masalan to'g'ri din ham bordir. Din qachon kirib keldi? Undan oldin bo'lgan narsalar bular. Darvesh Ali Changi ustoz boya aytganingizdek xurofot boshlanib, musiqa nima harom, shunga o'xshagan gaplar chiqqan bo'lsa, bir dinga moslabroq bir himoya qilishga harakat qilgan bo'lishi mumkin-da. Shunaqa. Dinga zid emas, dinga diniy asosi bor degan ma'no. Shunaqa. Diniy asosi bor. Endi men to'g'ri tushungan bo'lsam, suvori ham, katta ashula ham, ana o'zingiz aytdingiz, maqomlar bu endi martabasi yuqori bir
elita uchun mo'ljallangan musiqa deyapsiz. Endi shunda suvori bilan katta ashulaning qaysidir ma'noda xalq ichidan chiqqan ashula desa bo'ladimi? Albatta bu hattoki mana saroylar paydo bo'lishidan oldin ham yaratilgan janrlar desak ham adashmaymiz. Chunki buni juda ham ildizi teran, juda ham chuqur. Chunki mana oddiy narsa so'zni yetkazish. Masalan, oddiy mana baxshichilikni ham oladigan bo'lsak, odamzod gapirib boshladiki, masalan, qanaqadir hikoyalarni aytib beradi. Masalan, men joyga bordim, kecha borib o'tirgandim, bo'ri keldi, misol uchun, bo'ri keldi, yemoqchi edi, qochdim. Masalan, shu voqeani aytib berish uchun masalan qiziq qilib aytib beradi, ikkinchi martasi, uchinchi martasi ko'rsatib beradi qanaqa qochganini, to'rtinchi martasi ohanglari bilan. Ana keyin musiqiy sozlar paydo bo'lgandan keyin ashula qilib aytib beradi. Mana shuna qilib turib, nima deydi? Gapirib berish, obrazlarga kirib ko'rsatib berish, boshqa qilish, mana shuna qilib turib san'at, hali davlatchilik tugul, hali bir odamzod hali bir-biri bilan bir ana qilib endi so'zlashish san'ati endigina paydo bo'layotgan payti. Ana suvoralarni ham masalan so'zni yetkazish deyapmiz. Masalan katta ashula bu ham so'z. Masalan o'sha mayli davlatchilik paydo bo'lgandan keyin ham odamlarga masalan yaqin atrofdagi qishloqlarga "Ey palonkas" deyish uchun masalan o'zini odamlarini yuboradi, ular ham ohanglar bilan borishadi. Endi bu suvoriylar ham masalan saroyda eshitganda, misol uchun qanaqandir zo'r ohanglarni eshitgan, o'sha ohanglarga o'sha farmonni masalan she'r qilib turib odamlarga aytib boradi. Ohangni eshitadi odamlarda mast bo'lib, deb mana shuni qilishimiz kerak. Pul almashtirsa masalan borib turib, ha, shoh almashdi yo shahzoda shoh bo'ldi. Shuni eshitib masalan, o'sha ohang qolib ketaveradi-da. Masalan yangi masalan ohangga tashna. Qanaqangidir ohangni eshitib qolsa ham bo'ldi. O'sha keyin qaysi ohangida bu desa, ha, suvorigadan kelgan. Shu bilan nomi ham suvoriga. Endi mana hozir yana bir an'analar mavzusi bo'yicha to'xtalsam, masalan, hozir suhbatimizda aytildiki, notalar ham endi bizga keyinroq kirib kelyapti. Bu degani, demak, juda uzoq asrlar davomida musiqa ohanglari bir og'zaki shaklda avloddan avlodga o'tib kelganda, to'g'rimi? Hatto maqom ham. Albatta. Demak, qarang, ana shunchalik kuchli ekanki, asrdan asrga o'sha ohanglar, musiqalar o'tib kelgan. Keyin shu tushunishim bo'yicha ilk sovet davrlarida notaga solish, nota qilib yozish boshlangan, to'g'rimi? To'g'ri, endi notani ham o'zini bir nimasi bor. Mana anaqa xo'ja Feruzxonni vaziri bo'ladi. Xo'ja Islom Xo'ja. Islom Xo'ja hech qachon Feruz Moskvaga, Rossiyaga bormaydi. Bu doim Islom Xo'ja boradi. Masalan, bir nimadir olib borish kerak bo'ladimi, nimadir olib kelish kerak bo'ladimi? Islom Xo'ja boshchiligida o'sha kerakli o'sha odamlar boradi. Islom Xo'jani bir safar borganida imperator o'tkazib qo'yib orkestrni eshittiradi. Orkestr masalan skripkachilar chalib o'tiribdi, violonchilar chalib o'tiribdi, uflaydigan asboblar boshqalar 120 kishi o'tiribdi-da, hammasi bundoq qog'ozga qarab chalib o'tiribdi. Keyin Islom Xo'ja hayron qoladi. Qog'ozga qarab ham musiqa chalib bo'lar ekan. Qanaqa bo'ladi bu? Keyin shu bilan borib turib, boyagi qog'ozni ham qaraydi, qarasa qanaqadir belgilar. Bu hayron qolib turib, bittasini o'sha bitta qog'oz turibdi, hali ham menimcha muzeyda bor. Men bir ko'zim tushdi Xivadagi bitta muzeyda. O'sha qog'ozni olib keladi. Bitta qog'ozingdan ber deydi. Olib keladi, podshohga aytadi. Bular deydi, musiqani yozish yo'lini o'ylab topishibdi. Musiqani qanaqa, masalan, mana shu so'z yozganda yozilar ekan bu ham, musiqa ham. Shu bilan o'sha paytda Kamol Xorazmiyni chaqiradi Feruzda. Ko'rdingmi deydi, mana shunaqa belgilar bor ekan musiqani deydi. Sen ham shunaqangi belgi o'ylab topgin deydi. Maqomlarimiz, bizani mana shu an'analarimiz qolsin yozuvda. Hali bundan keyingi davr qanaqa bo'ladi, kim bosib oladi, bizani nima qiladi, qanaqangi alg'adovlar bo'lib ketadi, bu narsa qoladi deydi. Mana shundan keyin Kamol Xorazmiy oradan ko'p o'tmaydi, belgilarni o'ylab topadi. O'ylab topib turib, tambur chizig'i. Bu deydi, mana masalan tambur mana shu dutor turadigan bo'lsa, dutorni mana shu tikka qo'yadi, har bitta pardasiga chiziq tortib chiqadi. Masalan, tang tang bo'ladigan, tang tang bo'ladigan, tang 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 deb masalan o'sha mana bunaqa nima deydi, ana
ikkiga qiladi-yu yurak. Shunaqa narsa, shunaqa belgilarga o'xshagan belgilar bo'ladi. Ana u ham chapdan o'ngga bo'ladi. O'ngdan chapga degan. Mana shunaqa qilib turib, yozib anaqani ham o'ylab topib turib, endi oxirigacha yozolmay qoladi. Uni farzandlari, shogirdlari davom ettiradi va hozirgi kunda Xorazm tambur chizig'ini mana ustozlarimiz, mana Rustam Boltayev ayniqsa boshchiligida o'sha Yevropa notasiga o'girilmoqda. Endi bir narsa borki, Yevropa notasi, umuman nota, umuman yozuv shunaqangi bir cheklaydiki, hamma narsani emas. Misol uchun mana baxshilar ham hozirgi kunda notalarni yozib qo'yaylik, baxshichilik niyamiz, baxshilar norozi. Yo'q, ha. Men masalan betga kelganda masalan Alpomish dostonini men boshqacha aytaman. Naryoqqa borsam boshqacha aytaman. Naryoqqa borsam undan ham boshqacha aytaman. Masalan, men davraga qarab aytib beraman men. Uni masalan bittasini notaga olib qolsang, keyin undan keyingi avlod faqat shuni o'rganadimi? Bunisini ham o'rgansan, anunisini ham o'rgansan deb turib, mana shunaqa norozi bo'lishadi. Lekin vaqtida Shashmaqomni ham masalan notaga olinayotgan paytida ko'pchilik norozi bo'ladi. Yo deydi, bu bizani cheklab qo'yasan. Biz masalan davraga qarab chalamiz, davraga qarab ijro qilamiz. Deb turib, lekin hozirgi kunda mana Yunus Rajabiy ham yozdi, misol uchun 1959-yil. Endi buni ham bir qiziq bo'lganda Yunus Rajabiy shuni bir aytib o'tmasam, Yunus aka mana 1953-yilda Stalin o'ladi. Stalin o'lgandan keyin mana Xrushchev bo'ldi. Xrushchev bo'lgandan keyin salgina erkinlik boshlanadi. Ozgina sal bir odamlar to'xtadi, ozgina hayot bu yoqda ekan u. Turib musiqachilar ham sal o'ziga keladi deya to'xtab maqom desa, anaqa qolmasa deydi. Shunda ham baribir folklorlik musiqa deymizda, o'shani yozdiramiz deb turib, o'sha necha marta Rossiyaga boradi, boshqa qiladi, o'shani qilib turib, bularga shartlarni qo'yadi. Rossiya ham shu ansambl bo'lib, ko'pchilik bo'lib aytishi kerak. Misol uchun oddiy narsa, maqomni tamburda rubob qilib, mana shunaqa qilib turib, bitta ashulacha aytish kerak. Lekin sen deydi, xo'r qilib aytasan. Chunki kollektivniy исполнение bo'lishi kerak, o'sha hamma ijro qilish kerak. Bu hozirgi mafkuramizga ham to'g'ri keladi. Shunaqa qilib, keyin sozandalar orkestr bo'lishi kerak. Mana shunaqa qilib turib, orkestr xo'r qilib turib ijro qildiradi. Endi Yunus aka ham birinchi masalan hali yozmay turib birinchi yozganlarni Moskvaga jo'natadi. Eshitib ko'ringlarchi, qanaqa bo'ldi ekan. Deb buzrukni birinchi bo'lib yuboradi, buzrukni eshitib ko'rishadi. Mayli bo'ladi-yu, qizlar ham bo'lsin orada. Keyin o'sha bilan qizlarni qidirib bertada uydi va masalan oddiy narsa, masalan o'tgan bir podkastimizda aytganimizdek, masalan u paytdagi ayollar, o'zbek ayollari bir ashula aytib, bir davraga chiqishi sal qiyinroq bo'lganda. Misol uchun mana Tamara xonim deymiz, Tamara xonim ham aynan o'zbek ayol emas-da, bu ham arman ayol. Keyin masalan Berta Davidov, bu ham Yahudiy. Keyin masalan yana qaysi, mana Zaynab Polvonova deymiz, bular ham Yahudiy. Endi bularning orasida ozgina ko'p O'zbekiston baribir ko'p millatli. Misol uchun bitta o'zbekni qilgan ishi bu, mana shu maqom faqat o'zbekniki, mana shu nimasi, buni millatga emas, buni o'sha yaratilgan joyiga qarab to'g'rilasa menimcha yomon bo'lmaydi. Misol uchun Suvoralarni hozir Xorazmniki deyapmiz. Endi Xorazmda ham masalan u ham ko'p millatli joy. Misol uchun o'rislar ham bor, nemislar ham bor kerak bo'lsa. Mana Oqmachit degan joyda nemislar, lekin Xorazmcha gapiradi ular ham. Endi hammasini ta'siri bo'lgan, masalan oddiy eshituvchining ham ta'siri bor-da. Misol uchun hozir shu yerda bitta narsa aytib beradigan bo'lsam, sizlarga bu joy yoqmaydigan bo'lsa, mana shuni to'g'rilab olsangiz, to'g'rilab o'sha ham shu musiqaga ta'siri bor-da baribir. Ana har bir narsani ta'siri bo'lganidek, har bir nima deydi, o'sha millatni, endi millatchilik degan narsa aslida keyinchalik kelib chiqqan narsa. Ilgarilari masalan millatdan kelibsan, o'zbekmisan, o'zbekmisan demasdi-yu, qayerda tug'ilgansan? Masalan Buxoroda. Mahalliychilik. Buxoroda Qo'qon. Qo'qonda tug'ilganmisan. Yaxshi. Alhamdulillah musulmonman. Qo'qonda tug'ilgan, masalan Qo'qoniy, yo masalan Xivaqiy, yo Samarqandiy, Buxoriy, o'shanaqalardan chiqib ketganda. O'sha paytda endi Yunus akam ham masalan qidirib boshqa qilib mana Bertapam topadi. Berta Davidova degan zabardast o'sha xo'rda ishlaydi u ayol ham. Ular ham o'sha yohudiylar xo'r bo'ladi, o'sha xo'rdan tortib oladi u ayol. Keyin buzrukda faqatgina Berta Davidova bittagina ayol ijro qiladi.
ana rostga kelib, masalan, birinchi maqom keyin rost yoziladi, keyin navo. Shunaqa qilib turib boshqa maqomlarda keyinchalik mana Kommuna Ismoilovni topib kelishadi Xorazmdan. Kommuna opani ham otasi, onasi, "Yo, borma qizim, nima qilasan?" desa, "Axir ashula aytmasam men bo'lmaydi, o'lib qolaman ashula aytmasam" deb turib Toshkentga keladi. Xorazmdan Toshkentga kelib turib, shunaqa qilib maqomchilarga qo'shilib maqom aytadigan bo'lib ketadi. Ular ham juda zabardast ashulachilar bo'lganda ular. Mana vodiydan masalan Saodat opamda o'qiganmizda, Saodat Qobulovada. Saodat Qobulov bizga ovoz sozlash bo'yicha dars o'tadilar. Shu ayol ham aytardi, mana shu Toshkentga kelishim juda ham qiyin bo'lardi-da. Har safar otam yig'lardi. Qizim, ish qilib sog' bo'lsang bo'ldi, begona yurt. Endi ular vodiyda bo'lib Toshkent begona yurt bo'lib qolardi ularga. Endi uzoq deb bilinardi, boshqa endi Toshkentga kelsa qanaqadir chet elga tushib qolganda. Biz bolaligimizda qo'shni qishloqda begona yurt deyishadi. Ish qilib bu yerda odamlar seni qanaqa qilishmayapti, tili shunaqa ekanmi deb turib, sodda odamlarda. Yo'q, onajon, otajon, hammasi joyida. Men zo'r yuraman. Mana hattoki SSR xalq qarshisini olgan paytlari onalari tirik ekan. Saodat Qobulov SSR xalq qarshisida bo'lganda, endi o'sha anaqada operalarda ham ijro qilgan, maqomlarni ham ijro qilib, ikkalasini parallel olib borgan ayollardan bittasi. Shu bilan mana xalq qarshisida bu nima degani turmush. Endi onasi ham masalan shu paytda bir 90 ga chiqqanmi, nimami, nima degansa, butun xalq meni yaxshi ko'radi degani onasi. Voy, qaysi xalqni aytyapsan? Seni bitta hech kim tanimaydi. Haqiqatan o'sha Marg'ilonli ayol, Marg'ilonda hech kim taniydi opa, taniydi oyi deb turib, mana shunaqa qilib nima deydi? Mana shu joy masalasida ham chetga chiqqandagina aytilganda u narsa. Masalan, millati boshqasi so'ralgan emas hech kimdan. Ana maqomlarimizni ham oldingi safargi podkastda sal e'tirozlar bo'ldi ustozlar tomonidan, asossiz gaplar gapirdinglar. Yana bu narsa asossiz. Bitta masalan hech kim tegi yetib masalan maqom mashindan paydo bo'lgan deb ayta olmaydi. Yoki mana bu narsadan paydo bo'lgan deb buni faqatgina hamma olim ham taxmin qiladi. Endi asosli qilib shu Pifagorga bog'lasak qanday bo'ladi? Shu Pifagor, yo'q, haqiqatan u yozma manbalarda bor. Yozma manbalardan tashqari ham masalan ularda u yozma manbalarda ham masalan shash maqom falon joydan olingan, nima deydi? 12 maqom falon narsa. Bir aytilgan joyi bor. Mana 7 ta maqom deydi, o'sha 7 ta payg'ambardan kelgan, qolgan endi 12 ta qolgan 5 tasi deydi. Uni Marog'iy, Abdul Qodir Marog'iy jinslarni bir-biriga chatishtirish ana qilib chatishtirib turib boshqa yana 5 ta maqomni yaratdi deydi. Ana bu narsa asosli bo'lishi ham mumkin. Endi buni o'sha paytdagi masalan diniy xurofotga qarshi chiqarilgan kitob deyishimiz ham mumkin. Lekin keyinchalik chiqarilgan mana Isoq Rajabovning maqomlar masalasiga doir, yana Uspenskyning kitoblar Fitratni masalan o'zbek musiqasi va uning tarixi, Xorazm musiqiy tarixchasi degan kitoblarni qaraydigan bo'lsak, bularda ham masalan yaralib kelishi, qatdan chiqib kelgan, nima qilgan bir kitobda yozilganki, mana Xorazm musiqiy tarixchasida Niyozjon Xo'ja deydi, o'sha shash maqomni o'rganib qaytdi. Masalan, Xorazmga o'rganib qaytdi. Ilgarida ma'lum bo'lgan shash maqomni. Fitrat uni tanqid qiladi. Bu deydi, sen bu Xorazm musiqiy tarixchasini yozgan nima deydi, o'sha avtorlari deydi, sal o'ylanib qolishdi. Bular deydi, anaqa emas deydi. Buyuk bir Xorazmday joy deydi, Buxorodan kelib o'rganib ketadimi deydi. Endi bu yerda bir anaqa ham bor-da. Keyin yana Fitratning o'zini gapi, misol uchun. Fitrat endi u paytda masalan Buxoro Respublikasini davlat rahbarlaridan bittasi bo'lganda endi Fitrat ham. Mayli endi asosiy o'sha nimaga qaytadigan bo'lsak ham mana suvg'oralarning o'zini umuman katta. Shularni ham hozirgi kunda ahamiyati shunaqaki, ularni ham bir zamonaviylashtirib deganda masalan bir cholg'u sozlarda yoki boshqalarda emas u. Mana oddiy narsa, mana rep aytishyapti. Repni hozir tushunarli tilda aytib turibdi hammaga. Masalan, kecha kelding, yana qachon kelasan, ertaga kelasanmi degan so'zlar bor. Mayli katta shularni unchalik yerga urib olmasdan
bir shunga yaqinroq bir so'zlarni aytib, misol uchun oddiyroq so'z. Mayli, aruzni tushunmasin. Ha. So'z aytish bo'lgandan keyin shu oddiyroq so'z aytiladigan bo'lsa, suvoralarda ham bir qanaqadir oddiyroq so'zlarni iste'mol qilinadigan bo'lsa, Ya'ni Chig'atoy tilida emasdi, bugungi o'zbek tilida. bugungi o'zbek tiliga o'girilsa, menimcha xalqimiz ham уже eshitib bu narsani bunaqangi janr borligini va bunaqangi janrdan foydalanish kerakligini boshqani ozgina menimcha tushunib yetardi. Bu hamma ayb baribir o'zimizda. Taqalib baribir shu kaltayni buruvchi o'zimizga keladi. Shuni xudo xolasa mana Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti butun nimasi rahbarlari va o'sha ijodkorlari, ustozlari bilan birgalikda xudo xolasa shuni bir tagiga yetib bormoqdamizki, hozirgi kunda mana Farg'ona Toshkent maqomlari deymiz. Farg'ona Toshkent mana O'zbekiston shunaqangi boyki, Farg'ona Toshkentni o'zida alohida maqomi, Buxoroning o'zini alohida shash maqomi, Xorazmning o'zini alohida maqomi. 5 maqom. 3 ta maqomi, lekin undan tashqari masalan janrlar. Janrlar ham misol uchun baxshichilik ham vohalarga bo'linadi. Misol uchun Qashqadaryo, Surxondaryo baxshichiligi bor, ular qilib aytadi ovozini. Xorazmniki bor, Xorazmniki ochiq ovozda masalan, o'sha bola baxshilar. Ki Qoraqalpoqda ham. Qoraqalpoqda ham misol uchun mana Qoraqalpoq nimalari ham aslida dostonlari ko'pchiligi Xorazmda o'tib qolgan ularga. Yotoq, Hamroh, o'xshash. Ularda hamma dostonlarini masalan o'sha Xorazmda Eroniy va Shirvoniy degan uslublar bor. Masalan dostonchilikda. Masalan Shirvoniy uslubi endi Shirvondan kelgan yoki Ozarbayjondan kelgan deb tushunish anaqayu. Shirvonda misol uchun mana tor chaladi, chaychaladi, keyin doira aytsa ashula aytadi. Sastav bo'lib ijro qiladi. Ana o'sha sastav bo'lib ijro qilishni Shirvoniy uslub deyiladi. Misol uchun baxshilar o'sha sastav bo'lib ijro qiladigan bo'lsa, torda ashula o'sha dostonni aytib doirachi, g'itchaychi, bulomonchi anaqalar sastav bo'ladigan, ha Shirvoniy uslubda aytyapti deydi. Bittagina dutorda ijro qiladigan bo'lsa, bu Eroniy uslub. Ya'ni Eronda ashulachilar bitta dutor bilan yururganda. Uni Erondan kelgan yoki Shirvondan kelgan deyish noto'g'riroq. Ana bizani Xorazmning Eroniy uslubi aynan o'sha hozirgi Qoraqalpog'istonda saqlanib qolgan. Japaq baxshi Shomurodov. Japaq bu aslida oti Jumanazar. To'g'ri oti. U Xon saroyidagi sozanda bo'lgan, keyinchalik mana Xon saroyi anaqa bo'lgandan keyin bu Qoraqalpoqqa qarab qochib ketadi. O'sha o'sha yerda o'zining shogirdlari, boshqalar, ana o'shaning shogirdlari hozirgi kundagi baxshilar. Eng katta baxshi bilan Japaq baxsh. Lekin Japaqning tengini qaraydigan bo'lsak, Jumanazar baxsh Shomurodov. Endi bir umumiy maktab shakllangan bo'lsa kerak, chunki men e'tibor beraman, Qoraqalpoqqa ko'p boraman. Bu yoqda masalan milliy ovqatlar ham Xorazmlar umumiyligi ko'p. Keyin Shevada ham garchi Qoraqalpoq tili bir alohida tilga, lekin aynan o'zbek tilining Xorazm shevasi bilan o'xshash so'zlari ko'p uchraydi. Chunki Xiva xonligi bo'lgandan keyin ular bir siyosiy muhitda yashaganda, bir-biridan madaniy o'zlashmalar bo'lgan, qo'ni-qo'shnichilik qilgan. Menimcha bunda muammo yo'q. Chunki o'zi tarixan hamma bir-biri bilan qo'ni-qo'shni bo'lib, madaniyat almashib yashab kelgan. Xususan mana boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, aytyapsiz, e'tirozli bo'ldi deyapsiz. E'tirozli bo'lganmiz, tabriklayman, siz mashhur bo'libsiz ustoz. Chunki biz har bir chiqishimizda e'tiroz bo'ladi. Hamma e'tiroz ham asosli bo'lmaydi. Endi har biri bilan bahslashib yurmaymiz, vaqt yo'q bu narsaga. Masalan, kimdir bor, rostdan biz xato qilganimizni bir ko'rsatadi. Unaqalarga rahmat. Kimdir bor, shunchaki o'ziga yoqmaydigan fikr uchun bir so'kib haqorat qilib ketadiganlar bor. Asli o'zi adashyapti uni. Lekin o'zini haq deb hisoblaydi. Biz bu yoqda aytgan fikrni yoqtirmasdan e'tiroz bildiradi. Hatto ba'zilar haqorat ko'taradi. Bu tabiiy hol deb qabul qilib o'rganib qo'yganmiz. Mana musiqadagi turli xalqlarning ishtirokiga kelsak, mana men o'zim Shashmaqom tarixiga qiziqqanmanda ilgarilari bir litseyda o'qib yurgan paytim ba'zi bir kitoblarda o'qiganman. Shunaqa yozilgandiki,
maqomni asosi 12 maqom, 12 maqom Erondan keladi. Eronda Sosoniylar saroyida aytilgan, Xisrav Parvez saroyida, undan keyin bizga yetib kelgan deb shunaqa yozilgandi. Eron san'ati ekan. Shuncha Eronda bor, Ozarbayjonda bor deb o'ylardimda, keyin bildimki arablarda ham bor ekan. Dedim, men Erondan arabga o'tibdiman desam, aytishdi, yo'q, aksincha, arablarda qadimdan bor. Arablarda Erondan oldin bo'lgan. Qanaqasiga Eronda Sosoniylarda paydo bo'lgan deb eshitdim. Yo, bekor gap deyishdi. Qanaqa Vizantiyada bor. Pifagorga borib taqaladi. Vizantiyadan bir arablarga o'tgan, arablarda juda zo'r rivojlangan maqom deb shunaqa tushuntirishganda men hayron qolganman. Demak, bu juda bir global san'at ekan deb hayron qolganman-da. Shuning uchun o'zi bir ustozimiz aytar edi, bu dunyoda original narsani kashf qilgan bitta xalq bor, Shumerlar. Musiqani ham Shumerlar kashf qilgan, kalendarni ham, yozuvni ham, hafta kunlari, g'ildirak hammasini Shumerlar kashf qilgan, qolganlar ulardan o'zlashtirgan deydi. Shu ma'noda endi aslida juda bir original narsa yo'q, shunchaki Shumerlardan kelgan an'anani har bir xalq oz-moz o'ziga moslab, boyitib, chiroyli qilib saqlab kelyapti. O'zini bir milliy merosiga aylantiryapti. Xususan o'zbek musiqa san'atini men shunaqa tushunaman, ildizi Shumerlarga borib taqaladi. Shumerlar turkiy bo'lgani uchun emas. Shunchaki Shumerlar orqali butun sivilizatsiya yoyilgani uchun Shashmaqom ham Buxoroda paydo bo'ldimi? Demak, Buxoro xonligi, amirligi ko'p xalqlarga uy bo'lgan. O'zbek, tojik, yahudiy, arab, turkman, hatto qirg'iz, qozoq bo'lgan, eronliklar ko'p bo'lgan, Xorazmda ham lazgilar bo'lgan, arablar bo'lgan, eronliklar bo'lgan, qoraqalpoq, qozoq, turkmanlar bo'lgan. Tabiiyki, endi kimdir ishtirok etadi, kimdir qiziqadi. Shuning uchun menimcha bu narsaga xuddi siz aytgandek hududiy narsa sifatida qarash kerak. Mana shu hududda yashayotgan odamlar hammasi birga hissa qo'shadi. O'zbekiston hozir ham ko'p millatli davlat bo'lgani uchun turli millat vakillari mana o'zbek san'atini boyitib yurgani va asli juda ham chiroyli an'ana. Bundan bir xafa bo'lib, bu kimdir menga adalжение qilib qo'ydi, men san'atimni yo'qotib qo'ydim deb xafa bo'lmaslik kerak. Aksincha xursand bo'lish kerak. O'zbek san'ati shunaqa chiroyli ekanki, mana ukrainlar aytayapti, mana siz aytganda yahudiylar hissasini qo'shyapti. Demak, bu o'sha o'zbek madaniyatining chiroyliligidan bir dalolat bo'lsa kerakki, boshqa xalqlar ham qiziqyapti. Men shunaqa tushunaman-da. Menimcha bu tomonlama biz mutlaqo muammo qidirmasligimiz kerak va bir umumiy insoniy merosni bir qismi deb hisoblashimiz kerak. Bo'lmasa yahudiyni qo'ying, qoraqalpoqni qo'ying, mana xuddi bizdagi Shashmaqom shaklida tojiklarda ham bor-da. Hattoki qaysidir ma'noda autentikroq, chunki Buxoroda asosan forscha aytilgan. Xuddi o'sha eski forscha matnlarni man tojiklar saqlab qolyapti, ona tili bo'lgani uchun. Bu degani yo tojikka tegishli degani emas, tojikka ham, o'zbekka ham birga yaratgan merosida bu. Keyin mana gapingizni bo'laman Eldar aka, yahudiylarni maqom mana bugungi kunda agarda mana YouTube tarmog'ida izlaydigan bo'lsak, mana nazarimda ular bu narsani vatandan ayrilish va vatan sog'inchi unsuri sifatida ishlatishyapti. Chunki baribir Buxoro amirligi ular bir vatani bo'lgan, ular shu hududning nomini tashuvchilariga aylanishdi dunyoning turli nuqtalariga ketib, va bugun agarda mana zamonaviy eski retro videolardan tashqari zamonaviy ijrolarga ham ko'zimiz tushyapti. Aynan o'sha zamonaviy ijrolarda ular bevosita o'zbek milliy liboslarini kiyib o'sha maqomlarni ijro etishyapti va agar oraligida qandaydir bir intervyular yoki suhbatlar chiqib qoladigan bo'lsa ham o'sha nima deydi, O'zbekiston yoki Buxoro bizning vatanimiz, biz o'sha yerdan tark etganmiz, o'sha tuproqlardan kelganmiz bu yerlarga deb qandaydir bir
nima deydi o'sha sog'inch unsuri sifatida ishlatishyapti bu narsa va menimcha bu narsada hech qanaqangi bir Sencha O'zbekistonga yaxshi PR ham bor. PR bo'lyapti, albatta. Keyin hozir endi sal off-top bo'lib ketdi ustozlar. Esga kelganda aytib ketay. Mana Mavrigi. Juda ham chiroyli san'at. Men Mavrigini eshitib turardimda, e'tibor berardim. Bu nimaga Buxoro shevasida aytilmayapti-da? Tili mana Eronni forschasiga tortib ketyapti deb hayron qolardimda. Keyin biroz tarixini surishtirsam, endi Mavrigi oltidan ham Marvdan kelganlarni bir san'ati. Keyin bu yoqdan bir ustozlardan so'rasam, o'sha Xuroson degan bir katta tarixiy mintaqa bor. Shu yerda juda ham chiroyli fors tilidagi musiqa va she'riyat maktabi bo'lgan. Hozir ham o'sha Eronni Xuroson degan 3 ta viloyati bor. O'sha qismlarda shu san'at saqlanib qolgan ekan. Shu bilan dutorlarda juda chiroyli qo'shiqlar aytadi. Ya'ni o'sha bilan ildizi bir ekan. Shunaqa o'sha Eronning ham ta'siri bor ekan. Bu hamma bir-biriga ta'sir qilib yurgan. Boshqa tomonlama mana Turkiy xalqlarini ham bo'g'iz bilan ijro etadigan o'ziga xos bir san'atlari bor. U ham Eronga ozgina ta'sir qilgan deb bir aytib qolishadi. To'g'ri. Hamma bir-biriga ta'sir qilganda endi bu hayotda. U tozalik yo'q-ku. Toza degan kategoriyani o'zini ishlatish noto'g'ri bu sohada. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, o'sha Katashula suvori haqida ancha tushunchaga ega bo'ldik. Men shu bilan bog'liq ikkita savolim bor, ya'ni birinchi savol o'sha bu katta ashula suvori merosi qay darajada saqlanyapti, qaysi ma'noda? Mana bugun bildik, Uspenskiy notaga solgan, Xorazmda ancha ilgari notaga solingan ustozlar ijro etgan. O'sha ijrolar, o'sha notaga solingan matnlar bir saqlab qolingan, masalan, eski plastinkalar bormi bizda? Bor. Hozirgi kunda o'sha odamlarning qo'lida, masalan, o'sha paytda bir magnitofon deymiz endi. Dnepr degan magnitofonlar, masalan, lentali bo'lardi, keyin kastaliklar chiqib ketdi. Ana o'sha lentali magnitofonlarda saqlanib qolgan anaqalar bor. Endi bir vodiyda bir choyxonachi bo'lgan ekan. Hozir otlari ham o'sha choyxonachiga ruslar kelib plastinka yozadigan apparat olib kelib berishgan. O'sha apparatda u Hamroqul qorini yozgan ekan. Hamroqul qorini 3-4 ta ashulasini yozgan ekan. U plastinka 3-4 ta qilib chiqarilgan endi. Chiqarilgandan keyin bu plastinkani ko'pchilik eshitganda Hamroqul qorini qamaydigan bo'lishgan. Sibirga olib ketib qamaydigan. Endi Hamroqul qori shunaqangi bir telbanamo odam bo'ladiki, ashula aytma desa ham aytaveradi. Turmada ashula aytar ekan bu. Baqirib, keyin turmani boshlig'i joniga tegibdi buni oxirida. Bo'lgan voqea. Bu ham san usi ham tepsa ham aytarmish-da. Senga vaqt beramiz debdi. Mana 5 dan 7 gacha kechqurun vaqt beramiz. O'sha paytda xolagancha nafas olmay ayt ashulangni, keyin boshqa paytda jim yurasan, tushundingmi degan. Bo'ldi degan o'sha paytda aytaman. Keyin shu bilan ashula aytadigan paytda o'sha turmani tashqarisiga, ko'chasiga olib chiqib qo'yar ekan. O'sha baqirib, shu ashulalarni aytib, endi kuni bilan siqilgan narsalarni hamma o'sha nima deydi, nimasini chiqarib yuborar ekan-da, ishqilib ichkarida bo'lgan dardlarni. Ben chiqarar. Endi buni o'sha ashulasini eshish uchun atrof qishloqlardagi odamlar kelib o'sha turmani devorida o'tirib eshitishar ekan. Keyin vaqtlar o'tibdi, oradan 3-4 yil o'tgan, buni chiqarib yuboradigan bo'lishgan. Chiqarib uyga jo'natgandan keyin o'sha odamlar yig'ilaverar ekan. Bu ashular chiqmadi-ya. O'sha yerda hozirgi kunda ham shu an'ana bor ekan. O'sha yerda turmani devorida yig'iladigan soat 5 dan 7 gacha. Qarang. Bu an'anani yaratib ketganda endi. O'sha Hamroqul qorilar bularni endi yozib, o'sha zapislari boshqalari bor, o'sha Yunus Rajabili ham maqomlarni shunaqa qilib yozsak edi deb orzu qilib turib, shu maqomlar ham yozilgan. Hozirgi kunda yangicha ham yozuvlar bo'lyapti. Endi bundan tashqari mana maqomlarimizni ko'pchilik masalan yangicha sozlar ham qo'shyapti. Balkim to'g'ridir, u anaqa ham to'g'ridir, lekin
bir ustozlarimiz bilan bir fikr qildikda, o'zimizni bir ko'rsatuvimiz bor. Maqom saboqlari degan, Ma'naviyat va ma'rifat kanalida. O'sha maqom saboqlari ko'rsatuvida hozirgi kunda mana Iroqni yozib bo'ldik. Mana Buzrukni yozdik, butunicha rost, navo, duyo, segoh Iroqni mana boshladik. Iroqni ham xudo xolasa mana keyingi haftalarga tugatamiz. Ana maqomlarni yana talabalarimiz ijrosida, yoshlar ijrosida. Masalan, hozirgi kunda mana shu maqom deb zapsni qo'yib beradigan bo'lsangiz, hozirgi yosh bolalarga, hozirgi masalan o'smir bo'ladimi, anaqa boboylar, chollar ayting deydi. Ana o'sha boboy chol demaslik uchun yosh ovozlardan ham shunaqa qilib turib yozdirdik televizorga aynan. Keyin o'sha yozuvlarni ham saqlab qo'yapmiz o'zimizning fonotekalarda, boshqalarda. Lekin bu narsalarni ham masalan yoshlarga eshittiradigan bo'lsak, nima deydi, o'shani targ'ibotini qiladigan bo'lsak, menimcha keyinchalik ham o'sha original maqom bilan mayli hozirgi kunda qanaqangi darajadagi maqom bo'lib ketishi u boshqa narsa. Keyingi masala-yu, lekin originalni yoshlar ijrosida saqlab qo'ygan ham menimcha yomon bo'lmaydi. Ana shu maqsadda ham undan tashqari o'zimizni o'quv prosesiga kerak bo'ladigan bo'lganligi uchun, misol uchun, mana bu avlod bitirib ketdi. Keyingi avlod kelgandan keyin ular shu boboylar, chollar, kampirlar aytgan maqom kerak emas deydigan bo'lsa, unda maqom bor. Fonotekani fonotekani ochadi, yoshlar ijro qilib turibdi video zapislari bilan. Keyin u ko'rsatuv mana shunaqaki, adabiyotshunos keladida, so'zini tahlil qilib beradi. Misol uchun, mana shu bog'roq qo'ysam qadam gulg'ulcha qonga nimaga shunaqa deyapti u odam, nimaga anaqasi. Shunaqa qilib turib, hammasini chiroyli qilib tushuntirib, anaqa qilib keyin musiqashunos keladi-da, musiqashunos o'sha musiqalari haqida gapirib beradi. Betida hozir mana bunaqa narsa ketadi, betida bunaqa kuyni har bir bo'lagini endi o'zining nomi bor. O'sha nomlarini hammasini aytib o'tib, uni ko'rsatuv bir 20 minutlarga boradi. Mana shunaqa qilib turib 20 minutda bitta ko'rsatuv tugaydi, lekin bu narsa ham ilmiy, ham ommabop qilib ko'rsatmoqchi bo'lyapmiz endi. Qancha kimgadir yoqyapti, kimgadir anaqa, lekin mana shu yozuvlari hozirgi kunda ham baribir davom etyapti. Chunki yozilmay, shu eshitilmay qolgan, ko'pchilik aytmay yurgan keyinchalik, mana bunaqa narsa ham bor edi, mana bunaqa shular ham bor edi deb turib, hozirgi kunda ham topilyapti kerak bo'lsa. Shunaqa narsalar ham, yangicha narsalar ham, masalan, bitta akasi bor, ukasi yo'q. Masalan, bitta ashula, masalan, Giriya bo'ladigan bo'lsa, Giriyani o'zi akasi deydigan bo'lsa, ukasi yo'q. O'shani mohir bastakorlarimizdan mana Abduhashim Ismoilovlar, mana Erkin Ro'zmatovlar, mana ki Ahmadjon Dadayev, ko'pchilik o'sha nima deydi, yaxshi bastakorlarimiz shularni yoniga masalan chiroyli qilib ukasini, akasini, jiyanini hammasini to'plab turkum qilib, shunaqa qilib, endi maqom degani baribir sikl, turkum. O'sha turkum asarlarini hammasini joy-joyiga qo'yish uchun shuni sa'y harakatlari bilan hozirgi kunda ham maqomni fidoyilari ham juda ham ko'p. Mana shu e'tiroz bildirdik, o'sha e'tiroz bildirgan ustozlarimiz ham fidoyi aslida. Bular fidoyiki, o'zi millatiga ham fidoyida. Endi yo'q, buni unaqa qilib ko'rsatmasliging kerak edi degan ma'noda ham shunaqa nimalar qilishdi-da. Bu dedi asli o'zbekniki, endi o'zbek deyishni o'zi noto'g'ri qaraganda. Bu bizni yurtimizda masalan Shashmaqommi Buxoroda paydo bo'ldi, tamom. Boshqa narsa deya olmaysiz uni. Kim yaratdi uni, nima qildi? Buxoroda paydo. Xorazm maqomlari Xorazmda paydo bo'ldi. Farg'ona, Toshkent maqomlari Farg'onada paydo bo'ldi. Bo'ldi, tamom. Boshqa narsani kim yaratgan, uni qaysi millatli, qanaqa odam degan narsani to'g'ri. Musiqa haqidagi suhbatlar juda qiziq va juda noyob. Boya aytganimdaqa musiqa haqida bir akademik kontent topishni o'zi qiyin-da. Masalan, musiqa ko'p hayotimizda, lekin musiqaning tarixi, nazariyasi bo'yicha biroz professional ma'lumot topish qiyinroq. O'zim tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, endi bu musiqa boya aytganimizdaqa faqatgina bir estetik zavq bermaydi, ayni paytda uni bir falsafasi bor o'ziga yarasha, bir madaniyatni juda ham muhim bir bo'lagi. Shu bilan birga u tarixdan ham so'ylaydi. Tarixdan so'ylash qurultoyning bir asosiy missiyalaridan biri, shiori. Shuning uchun musiqa mavzusi umid qilamanki qurultoyda davom etadi hali.
maqom masalasi ham, suvora, katta ashula singari mavzular hali tushunishimcha juda ko'p hali janrlar bor. Mana lazgi degan juda ham mashhur bir shedevr bor. U haqida gaplashsa bo'ladi. Qolaversa, men tushunishimcha har bir ashulani ham o'ziga yarasha tarixi bor. Endi qay darajada tiklangan hammasini bilmasligimiz mumkin, uncha-munchasini bilamiz. Shu uchun bu mavzu bitmas tuganmas mavzu. Shu bilan birga oxirida har doim unaqa o'sha bu narsani, san'atni shu turini saqlab qolish, ommalashtirish, zamonaviylashtirish masalasiga yana bir alohida urg'u berib ketmoqchi edim. Ustoz aytdilar, lekin mani doimiy dardim faqatgina musiqa emas, umuman tarix, adabiyot, har qanaqa mavzuda merosni saqlash, merosni kengroq ommaga yetkazish, ko'proq odam bilsin degan narsa doim miyamda turadi. Shu niyat qilamanki, eski yozuvlar, eski matn va zapislar ko'proq topilsin, taftish etilsin, yaxshi saqlansin muzey arxivlarda, bori bir ommalashtirilsin. Mana ustoz aytgandek yangi zapislar bo'lsin yoshlar ijrosida. Maqom shunaqa narsaki, yoshlikda odam buni cholda eshitadi deydi, qariganda yoshlikda eshitmanman deydi. Shunaqa joylari bor. Bu tamomila noto'g'ri fikr, bir qarilarniki ekan yoki eski narsa ekan, hech kimga qiziq emas. Bu shunchaki ozgina tushunib eshitsa, u har qanaqa yoshda ko'p narsa beradigan janrlarda. Shuning uchun uni ommalashtirish kerak. Shu bilan birga zamonaviylashtirish ham yaxshi fikr. Masalan, hammasi eski shoirlardan olingan, Chig'atoy tilida yozilgan zamonaviy o'zbek adabiy tilidagi she'rlar bilan aytsam, bir menimcha muammo bo'lmaydi, bir o'ziga yarasha bir modifikatsiya bo'ladi. Yangi cholg'u asboblari bor, rock yoki rap va boshqa janrlarga solib ko'rsa ham menimcha eksperiment bo'ladi. Endi buzib yuboradigan qilinmaydi. Masalan, nima deydi, bir chiroyli narsalar qilsa bo'ladi, qilinyapti ham. Bizda bo'lmasa boshqa xalqlarda men ko'rganman. O'zimizda ham bir ikkita yaxshi misol bor. Shuning uchun bu yo'nalishlarda albatta ishlash kerak va bizni bugungi suhbatimiz balki mana shuni bir eslatib qo'ysa, menimcha yaxshi bo'ladi. Rahmat. Darhaqiqat mintaqamizda, umuman o'lkamizda musiqa tarixi, bevosita maqom tarixi doimo bir muhim ahamiyat kasb etgan, chunki saroy bo'ladimi, saroyni o'z musiqasi bo'lgan, oddiy dehqonlarni, oddiy xalqni o'z ijodi, o'zini bir ko'ngil chog'lik uchun yoki mehnat bilan bog'liq bo'lgan ijro namunalari bo'lgan, yoki deylik tog'larda bevosita o'sha chorvachilik bilan bog'liq bo'lgan, ko'chmanchilik bilan bog'liq bo'lgan qandaydir ijod namunalar tabiiyki bo'lgan va mana shu narsalar bir-biridan ilhomlanib, bir-biriga ta'sir qilib, qorishib, sayqallanib, mana bugungi kunda bizni qo'limizda mavjud bo'lgan musiqani shakllanishiga tabiiyki turtki bo'lgan. Qolaversa, yuqorida aytdingizki, raqamlashtirish kerak. Bu nazarimda juda bir aktual, dolzarb bo'lgan narsa, chunki poytaxtimizni o'zida bir musiqa bilan bog'liq bo'lgan maskanlar juda ko'p. Misol uchun Yunus Rajabiy uy muzeyi, Muxtor Ashrafiy uy muzeyi, ularni qanaqadir bir zamonaviy ko'rinishga keltirish, raqamlashtirish, bu doim dolzarbligini yo'qotmaydigan narsa. Qolaversa, mana yaqinda Botir Zokirovga ochilgan haykal, uni atrofidagi o'sha xiyobonni yoniga bilmadim bordingizmi yo'qmi, borib kuylarini bossangiz o'sha xiyobondan ovozi taraladi. Konservatoriyani yonida ochildi. Bu ham bir bir qadam mana shu yo'lda. O'shaning uchun yuqorida Eldar aka aytib o'tgandek, bu mavzuda ko'p va xo'p gaplashish mumkin, lekin bugungi suhbatimiz aynan mana shu turkumga, kolleksiyaga bir navbatdagi namuna bo'ldi. Bu uchun albatta ustoz, sizga tashrifingiz uchun, qimmatli bilimlaringiz uchun sizga alohida tashakkur deymiz va albatta qanday qilib biz sizni bugun bir shingil kuysiz, bir shingil qo'shiqsiz qo'yib yuborishimiz mumkin. Agar ijozat bersangiz, o'zingiz
joiz deb topgan bir ijod namunasini chalib kuylab bersangiz, bu bugungi qurultoyimiz uchun ajoyib bir nima deydi, bir gavhar bo'lar edi, marhamat ustoz. Savdo boshimga tushgach, ey Leyli vash nigorim, zulfing xayoli birlar, bulmuş junim shiyorim. Ishqingni tark etarga yo'l topmay ixtiyoringa, har dam fuzunroq bo'ldi shavqingda intizorim. Canım sevikli yavrum ey, bir nochaman uzorim. Yog'du solib jahonga ko'z nuri mazharisan, dilbarlik osmonin xurshidi havarisan. Qaysi sabab yurjining qimmatli gavharisan, dahrana yo'q naziringa, yo hur yo parisan. Canım sevikli yavrum ey, bir nochaman uzorim. Her lahza bormay o'zdin, ko'rgach tarovatingni, ne nav çekip birken nakkaş suretingni. Oşufta xorubman, tapmay karabetingni, can talpinur çıkarge istab ziyaretingni. Canım sevikli yavrum ey, bir nochaman uzorim. Bordim yoningga nagah, qismat bo'lib bahona, umidgahim o'ldi deb bu hurmatli ostona. O'tli yuzingni ko'rgach, ohim chekib zabonaya, qul bo'ldi jismi zavrma, shavqingda yona yona. Canım sevikli yavrum, bir nochaman uzorim. Sevgi dükkanı içine, husninga qissa bozor. Olam hazinasini tutsa bahoga yor. Dunyoyu dinni bir yo'l ko'yingda aylab nisor. Jonnatdan qo'lga olib partav bo'lur xaridor. Canım sevikli yavrum ey, bir nochaman uzorim. Rahmat. Rahmat. Mana shu nuqtada biz bugungi qurultoyimizni yopiq deb e'lon qilamiz. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar. Şamali ardıza farhi meyri sağdadır.
باقی سرگی نزاکت روان بخشید لسعاد سلالی لبلرین اندد که اندین آبی حیوان ورکی اموازی خجاله